Mana bular uchun zo'r experience bo'ldi. Keyingi yil uchun bular zo'r tajriba to'pladida, baribir ular ketardida keyingi yil. Bular endi o'zi xudo xolasa keyingi yil o'zi nima qiladi. O'sha taslim tugagandan keyin 4-5 ta volontyorlar o'sha gruppaga yozgan birinchi bir xil xabari nima bo'ldi? Va keyingi yil biz ikkinchi kurs bo'lib qolamiz, nima qilamiz? Qatnashmaymizmi degan. Shuni tushunamda. Zo'r experience bo'ldi. Hozir bular bilan qatnashsangiz birinchi networking zo'r kuchaydi. Ya'ni dunyo qarash o'zgaradi, gaplash o'zgaradi. Mana shu 3 kun ham juda katta ta'sir qiladi. Mas'uliyat oladiki, o'sha mas'uliyatni to'laqonli bajarishga majbur. O'shani o'zi rivojlantirib beradi. Mana shu jihatlari zo'r. Endi lekin bular keyingi yil xudo xolasa zo'r bo'ladi. Keyingi yil zo'r bo'ladi. O'qishiga, keyingi hayotiga, umuman istalgan yangi ko'nikma o'rganishiga ham katta ta'siri bor. Birinchi networking bo'ldi mana o'zi uchun. O'rtoqlar bilan, chet elliklar bilan tanishdi. Endi bu qiziqatda anonga biz hozir topa olmaymiz, odam chetga ketishga. Shunday joylariga zo'rda mana. Ko'pchilik nima uchun chetga borsammikan, o'qisammikan, foydasi bo'larmikan degan tushunchada yurganlar ham bor. Mana ketish ko'rib havas qiladi. Ana hozir Farzona bilan mashhurani ko'ring. Dunyo qarash. Mana anoyi ham birinchisi kim edi? Nazokatmidi? Nozim ham mana qanday hozir. Yana ketsam bo'ladim deb turibdi. Nimaga? Chunki ko'rdi-da u yoqdagi hayotda boshqa narsa. Qachon boshlaysizlar? Tayyormizmi aka? Bo'l. Boshlaymiz unaqa. O'sha boshlab ketdik-ku. Lekin ta'sim qo'ymaylar endi talabalarni eshitib xafa bo'lib qolmasin bular. Biz volontyorlar shuncha harakat qildik. Biroz talabalar xafa bo'lib qolishmasin degan ma'noda ana shuncha xizmat qildi degani. Chunki bular yoshda hali, kecha maktabda bitirgan talabalar, endi ko'ngliga ham qarashingiz kerak. Lekin keyingi safar yiqqanda mana shu kamchiliklarni aytib o'tadilar. Masalan, o'tgan safar yaxshiladilar, lekin mana kamchilik yo'l qo'ydilar. Bu safar bu kamchiliklar bo'lmasligi uchun mana bu narsalarga e'tibor qiladi va aytib o'tish kerak. Lekin hozir qanaqadir tanqid qilsangiz, ular ko'tara olmaydi yoshlar. Qani joydan olamiz ekanda, volontyorlik anaqa berdi. Shu mas'uliyat bilan bog'liq va anaqalarni ko'nikmalarni ham rivojlantirib berdi degan joyda olib ketaveramiz. Bu hozir bularning mavzulari aniq-ku, hammasi-ku exchange ham, davlat ham, volontyorlik ham, butun talabaga nima kerak bo'lsa hammasi. Yo, ta'sim olmayli, ko'proq gaplashaveraylik, bo'pti, mavzular chiqib kelaveradi, boshqa masalalar ham bor edi ichida. Shunda davom etib ketaversa ham bo'laveradi. Agar ta'sim qiziq bo'ladi. Lekin yangi mavzu ta'sim rostdan ham. Kechagina bitgan, свежий temada. O'tirishimiz yaxshimi, qaddi qomatimiz turishi, egilib qolgan holatimiz yo'qmi? Bo'lajon, sen qarab tur-da. Yo'qsa, mana o'zingiz ham borgansiz anaqaga, Koreyaga. Keyin Koreyaga masalan hozir Xalqaro Nurlik universitetiga keladi dekan bo'lib, ko'plab studentlar yuboryapsiz. Qaysi birlarini o'zingiz ko'ryapsiz yana? O'sha yana Koreyaga borib, o'z nima deydi? Sizdaqa rivojlanib kelgan, sizdaqa yangiliklar ko'rib kelgan, Koreyani qaysi taraflarga ishqiboz bo'lib qolgan, qaysi taraflari yoqib qolgan, kelib turib o'sha anaqalar bilan, studentlar bilan qaytib gaplashasizmi ular bilan? Yo'q, gaplashaman. Lekin endi men o'zim bilan solishtiradigan bo'lsam, men holatim boshqacha bo'lganda, baribir. Men endi 2 yil magistraturaga o'qishga borganman. Ya'ni kattaroq yoshda bo'lgansizmi? Kattaroq yoshda bo'lganman, bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men ham o'qib ham ishlaganman-da. Ya'ni hayot darslari ham olinganda, baribir qaysidir ma'noda. Chunki mana hozir yuborayotgan talabalarimiz to'liq stipendiya bilan yuborilyapti, to'g'rimi? JKS stipendiyasi orqali ularni borish kelish xarajatlari qoplanadi, to'g'rimi? Yeb ichishlari, u yoqda yotoqxonali xarajatlari, oylik stipendiya olishadi. Bu holatda Koreyada borib o'qish bilan, rivojlanish bilan, ishlab u yerda koreyslarni o'zini ichiga kirib ketib, ular bilan muloqotda bo'lib turib ishlab rivojlanish umuman boshqa narsalar. Ya'ni faqat fokusingiz o'qishga qaraydigan bo'lsa, boshqacha rivojlanib kelasiz, lekin ham ish ham o'qish qilib keladigan bo'lsangiz, unda boshqa tomonlari jihatdan rivojlanish bo'ladi insonda. Demak, nima deb o'ylaysiz o'zi? Mana maktab bitirgan, aytaylik 18-19 yoshli bola birinchi kurs payti yoki ikkinchi kurs paytida Koreyaga boradigan bo'lsa, nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi tomonlarni rivojlantirish kerak ko'proq? O'zi ishlash kerakmi, yo'qmi? Endi agar Koreyaga ko'pchilik mana jozibadorligi Koreyani mana shu ishlash imkoniyatini berayotganligi o'zi mana boshqa davlatlarga nisbatan Koreyada ish topish nisbatan osonroq va pul topish ham nisbatan osonroq. Ya'ni ish to'g'ri qiyin, lekin boshqa davlatlarga nisbatan ko'proq pul topsa bo'ladi deb o'ylayman talabalar. Koreyada
boradi Koreyaga, aynan Koreyaga bormoqchi bo'lgan talaba agar u yerda ham o'qib ham ishlamoqchi bo'lsa, birinchi navbatda til bilan yaxshi bilish kerak. Keyin sal uyatchanlikni yig'ishtirib qo'yish kerak bo'ladi. Juda uyatchan, tortuvuvchan bo'lsangiz ham o'zingiz qiynalib qolasiz. O'zingiz ham shunaqa bo'lganmi yoshligingizda? Qanaqa bo'ldi? Yoshligimda shunaqa bo'lganman, mana yoshligimda tortinchoq bo'lganman. Keyinchalik mana o'sha paytda Kamalak, Kamolot degan dasturlar bo'lardi. Shularga qatnashib, keyin sekin-sekin ko'nikmalarim shakllanib, ochilib, mana shu insonlarga qo'shilib, bolalar bilan sahnalarga chiqib, lider bo'lib, mana shundan keyin ko'nikmalarim shakllantirganman. Juda ko'p anaqalar studentlar taniyman. O'zim o'qigan universitetda ham, Nordikda ham mana viloyatdan kelganlar ko'proq nisbatan viloyatdan kelsa ham masalan Farg'onadan oladigan bo'lsa, Farg'ona shahridan keladigan bo'lsa, okey, normal. Ochilib, tanishib, aniq qilib ketaveradi, networking qurib ketaveradi. Lekin qishloqdan yoki tumandan keladigan bo'lsa, ozgina chiqib ketish qiyinroq bo'ladi. Mana shu studentlarga qanaqa maslahat bera olasiz? Studentlarga maslahat bu bo'yicha birinchi navbatda men ham chet elga borganimda, Koreyaga borganimda, shu Koreyani aytasiz. Koreyaga borganimda zerikkanman to'g'risi, birinchi navbatda. Do'st qidirganman o'zimga. Chunki ketishimdan avval birorta bir o'zbek bilmasdim, u yerda o'qiyotgan o'zbekni bilmasdim. Shuning uchun u yerga borganimda klublarga a'zo bo'lganman. Eng yaxshi variant shu. Kim bilandir tanishish uchun, o'zingizga yaxshi bir hamroh, do'st topish uchun u yerda eng yaxshi variant klublarga a'zo bo'lish. Klublarga a'zo bo'lganman, keyin ko'plab do'stlar orttirganman, keyin undan keyin volontyor bo'lib boshqa ular bilan birgalikda ko'plab imkoniyatlar ham ochiladi. Mana misol uchun klubga boradiganlar ichida koreyaliklar bo'ladi yoki Koreyada anchadan beri yashab turgan va o'sha yerda o'qishga kirgan chet el fuqarolari bo'ladi. Misol uchun Amerikadan, Yaponiyadan, qaysi Kanadadan, Janubiy Afrikadan o'rtoqlarimiz ko'p edi. Ularda tajriba bor-da. Siz mana misol uchun Koreyaga yangi borgan paytingizda siz bilmaysiz qayerdan nima olish kerakligini, to'g'rimi, qayerda arzon ovqatlanish mumkin bo'lish joylari bordir yoki tekinga sayohat qilish imkoniyatlari bordir. Mana shunaqa volontyorlik imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, eng yaxshi variant mana shunaqa do'stlar orttirish. Asosiysi mahalliy bo'lsa zo'r yana. Biz ham talabalarimiz misol uchun biz tashkil qilayotgan mana shu klublarga a'zo bo'lsa, universitetda hozir 25 ta klub bor, misol uchun Nordik universitetida. Xohlagan yo'nalishingizda bor-da. Musiqa deysizmi, tikuvchilik deysizmi, misol uchun kitobxonlik deysizmi, hamma yo'nalishli klublar bor. Va bilamiz, hammaning xohishi, qiziqishlari har xil. 25 tasidan bittasi baribir mos tushadi talabalarga. Mana shu klublarga a'zo bo'ladigan bo'lsa, klublarda 2-3 kursda o'qiydigan talabalar ham bor. O'shalar bilan yaqinlashib, do'st bo'lib, aytganimdek, keyin sekin o'zlarini mana shu ko'nikmalar shakllantirib borishlari mumkin bo'ladi. O'sha klublar masalasi bo'yicha yana bitta anaqa bor edi, insight bor edi. Keyin o'sha insight borib meni bitta maqsadimga aylandi. O'sha narsani amalga oshirdik. 2 yillar oldin o'sha Nordik universitetiga media odeliga, undan keyin bu yildan boshlab marketing odelida ishlashni boshlagan bo'lsam, ko'rdim o'sha 20 ga yaqin klublar bor edi. O'tgan yilda boshlardi. 25-yilda boshlardi bilsam, o'sha 20 ga yaqin klublar bor. Hamma o'qituvchilar, hamma xodimlar qaysi sohada anaqa bo'lsa, kuchli bo'lsa, masalan, muzikallikda kuchli bo'lsa, gitarani o'rgata oladigan bo'lsa, gitar klubini ochib, muzikallik klubi ochib, studentlarni anaqa qilyapti. Rivojlantiryapti, hobbilarini rivojlantiryapti, boshqa narsa qilyapti. Qarasam, marketing klubi yo'q. Sirazi ustozga aytib, shunaqa marketing klubi ochaman. Marketing klubi ochib, o'sha 10 ga yaqin anaqalar bilan, studentlar bilan marketing klubini anaqa qildik. Boshladik. Foydali bo'ldi. Menimcha foydali bo'ldi. O'rganishdim talabalar. Endi sizni marketing klubingizda o'zi maqsadi, uni marketing klubini bitirgandan keyin talabalar o'sha pul topa oladigan darajaga yetish kerak edi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldimi? Pul topishyaptimi hozir? Ulardan 3 tasini tasvir olimpiadasi boshlanib qoldi. Yangi olimpiadani loyihasi boshlanib qoldi. O'sha olimpiadada ishladik. Katta ehtimol bilan bir 70% hozirgi ishlayib turganda, masalan, 70% anaqasi o'rganish kerak bo'lgan narsalari o'sha marketing klubida o'rgatilgan edi. O'sha foyda bo'ldi. Keyin bu yoqda Tasimodagi xodimlarga treninglar o'tdik. Treninglarda ham u 2 barobar yaxshiroq qabul qilishni boshladi, chunki o'sha klubda qatnashganlik hisobiga. Xo'p, keyin o'zimga chiqqan ko'p loyihalarda o'sha klubga qatnashganlarga o'sha o'zlarining xarakteridan kelib chiqib, o'zining qiziqishlaridan kelib chiqib bo'lib berdim. 3 kishi o'sha SMM loyihalarni olib daromad qilishni boshlagan. Qancha daromad qilishni boshlashdi? Birinchi oyiniki $200 edi. Undan keyingi oylarning natijalarini hali aniqlashtirganimiz yo'q. Esimda borda aytib ketishim kerak edi. Introvert odam, hech kim bilan gaplashishni xohlamaydigan, tanishmaydigan odam, masalan, qishloqdan Toshkentga keldi.
o'zim haqimda masalan. Endi bu yoqda qolib ketmasligim uchun, universitetda yaxshi baholarga o'qishim uchun, keyin yaxshiroq networking qura olishim uchun, keyingi etapimda yaxshiroq bo'lishi uchun ochiq bo'lishim kerak, tanishishga, o'rganishga, o'sha klublarga borgisi ham kelmaydi-da unaqa odam, eshitdingmi? To'g'ri. O'sha paytda matematikadan kuchli bo'lganimga bitta uchinchi sentrga kirib, imtihonlarni berishdi, imtihonlarni yechib, matematika o'qituvchi bo'lishga kirdim keyin. Guruh olishga qo'rqaman. 7 ta, 8 ta, 10 talik anaqalar bor, guruhlar bor, olishga qo'rqaman. Birinchi individualniy o'quvchilar o'qitib ko'rdim. 1 oy, 2 oy qilib. Undan keyin 5 ta, keyin 10 ta, keyin 20 ta o'quvchilar olishni boshladim. O'sha katta anaqa berdi. Nima deydi? Meni ochdi o'sha o'qituvchilik. Chunki 10 ta odam sizga qarab turadi, 10 xil fikrda, 10 xil qarashda. Boshlari oson bo'lmadi, lekin undan keyin o'sha bilinmay ketdi. Bu ham bitta ko'nikma bo'ldi, rivojlanib ketdi. Shaxsiy rivojlanishga sabab bo'lganda, sekin-sekin. Yaxshi. Xo'p. Endi klublarda ham anaqalarga, studentlarga qaysidir etapini 10%, 20% ni topshirish ham menimcha ularni ham ancha rivojlantiradi deb o'ylayman. Ya o'zi shunday. O'zi shunaqa. Misol 25 ta klub bo'ladigan bo'lsa, shundan adashmasam 10 tachasi o'qituvchilar tomonidan yuritiladi, siz aytgandek. Qolgan 15 ta klub bevosita mana shu talabalar tomonidan yuritiladi. Ya'ni talabalar o'zlarining tashabbusi bilan ochilgan klublar ular. 2-3 kursda o'qiydigan talabalar, 4-kursda o'qiydigan talabalar mana shu klublarni ochishgan va o'zlari yuritishadi, o'zlari tashkil qilishadi, o'zlari qaysi kunda o'tilishini belgilashadi, o'zlari reklama qilishadi, talabalarni qiziqtirishadi va ular bitirgandan keyin o'rinlariga o'zlari sardor qo'yib ketishadi. Xo'p, ana Koreya temasida yana savollar bor edi. Koreyaga o'sha bakalavr darajasida ketish bilan bog'liq qanaqani ko'rib chiqdik. Bunda agar imkoni bo'ladigan bo'lsa ishlash kerak degan fikrni berdingiz. Bakalavr. Endi magistrlarda bu majburiy bo'lib qolar ekanda unda. Ishlashmi? Endi magistrda haftada 3 kun o'qish bo'ladi, qaysidir o'qishlarda haftada 2 kun o'qish bo'ladi. Asosan vaqt mana shu magistrda dissertatsiya yozishga yoki ilmiy izlanishga ketadigan bo'lsa, mana shu vaqtda ko'pchilik talabalar ishlashga harakat qilishadi. Ya'ni ilmiy izlanishingiz uchun sizga ko'proq vaqt bo'ladi aslida, lekin ko'pchilik ishlashni ma'qul ko'radi. Sizda qanaqa bo'lgan magistraturani? Magistraturada men ham ishlaganman, ham o'qiganman. Keyin lekin o'qishga qattiq e'tibor berardim, chunki yaxshi o'qisangiz scholarship olardingiz. Qaysidir ma'noda ishlagan pulim tejab qolish uchun bitta vosita edi bu ham. Shuning uchun yaxshi o'qib A+ olinadigan bo'lsa, mana misol uchun birinchi yil 50%, keyin 75%, keyin 100% grant berilardi. Semestrdan semestrga, har semestrda ular almashardi Koreya tizimida. Shuning uchun yaxshi o'qishga, shu o'qituvchining bergan vazifalarni topshirishga harakat qilardim. Lekin yaxshi ham ishlab, ham o'qib, hamma narsani ko'rganmiz xullas Koreyada. Koreyaga ketish jarayoningizni boshqa paytda bir gaplashuvdik, o'sha ham juda qiziq, o'zim uchun qiziq bo'ldi. Menimcha bu podkastda ham aniq kelsak bo'ladi, eslab kelsak bo'ladi. Birinchi yetib borgan joyingizda, aeroportdan tushdingiz, o'sha jarayonda emotsiyalarni bir qanaqa vaziyatda ketganingizni bir eslab aytib bersangiz zo'r bo'ladi. Bo'ladi. Undan ham qiziqroq bitta vazifani, masalan sizga aytmoqchiman, nimani, voqeani aytib bermoqchiman. O'zi Koreyaga ketishimdan o'zi asosiy maqsad nima edi? Mana chet elga ketishimdan o'zi. Men buni Koreyadan oldin Amerikaga topshirganman. Amerikaga lekin viza ola olmaganman. O'qishga kirib, keyin Avstraliyaga topshirganman. U yoqda ham o'qishga qabul qilinganman, lekin Avstraliyani kontrakt puli qimmat bo'lganligi uchun Avstraliya varianti ham men uchun to'g'ri bo'lmagan. Undan oldin, lekin ketishimdan oldin shu JKS stipendiyasiga ko'p harakat qilganman Koreyaga. Ya'ni stipendiyada borib o'qish boshqachada, butun fokus aytdim yuqorida ham. Butun fokusingiz faqat o'qishga qaratilsa u boshqa. Lekin menda imkoniyat cheklangan bo'lgan. Lekin chet elga ketib Koreyada o'qib ishlash uchun motivatsiya qayerdan bo'lgansiz? Men o'z oilada juda ham ko'p mehnat qilmaganman o'zi. Men oilada kenja farzand bo'lganligim uchun, ya'ni qiyin mehnat qilmaganman. Shu ham bitta sabab bo'lgan men o'zimga. Ya'ni mana shu experience olish. Koreyada baribir mehnat og'irroq-ku. Tanishlarimiz bor, yaqinlarimiz bor, bilamiz, ko'rganmiz. Shuning uchun ham men o'zim bir experience olmoqchi bo'lganman o'zim uchun. Tajriba, hayotiy tajriba. O'zim boraman, hech qanaqa tanish bilan gaplashmayman, hech kimga xabar bermayman borayotganligim to'g'risida. Chunki baribir ota-ona xavotir oladi. Kimdir farzandini jo'natayotgan bo'lsa, shu yaqiniga yoki qaysidir bir o'rtog'iga ham kimgadir aytadi. O'sha Koreyada hozir hammani deyarli bitta qarindosh bo'lsa kerak Koreyada.
aytadi kutib olinglar, boshqa qilinglar, xabar olib turinglar deydi-ku. Misol uchun men mana shu narsaga qat'iy qarshi bo'lganman. Uydagilarga iltimos qilganman, hech kimga aytmanglar borayotganligimni. Men o'zim borib, o'zimni shu mana shu hech kim yo'q joyda, tilni tushunmaydigan, ya'ni ingliz tilini yaxshi bilaman, lekin koreys tilini bilmasdan turib, qanday mana shu adaptatsiya qila olamanmi, yo'qmi deb o'zimga o'zim challenge qilganman o'sha paytda. Va Koreyaga borib tushdim, o'sha aytganingiz aeroportga tushdim. Aeroportga tushgandan keyin bizga ko'rsatma berilgan edi, qanday qilib o'sha universitetgacha yetib kelish masalasi. Universitetga yetib kelishim uchun o'sha avtobusga o'tirdim, universitetga keldim. Ana kelganimdan keyin aloqa yo'q, hech qanaqa internet yo'q, hech qanaqa tanishim yo'q. Qo'limda sumkam bor, universitet ichiga tashab ketgan, shu Chonbuk universitetida o'qiganman, universitet hududining ichiga taksi tashab ketgan edi. Ya'ni avtobusdan tushgandan keyin universitetgacha taksi bilan borganmiz. Universitet hududida keyin birinchi qilishim kerak bo'ladigan ish, qo'limda 3 ta chemodan bilan borganman. Men aytdim, ovqatlanib olishim kerak dedim. Ovqatlanib olaman. Undan keyin reja tuzaman o'zim uchun. Birinchi navbatda yotish uchun joy topishim kerak. Keyin shu nimaga ovqatlanishga kirdim. U yerda Wi-Fi bor edi. Wi-Fi yoqdim. Mehmonxonalarni, nimalarni qidirishga harakat qilib ko'rdim. Yotish uchun joylarni qidirishga harakat qilib ko'rdim. Keyin o'sha yerga men bilan bitta paytda o'qishga topshirgan Yo'ldoshbek degan bitta bola bor edi. Koreyaga o'qishga topshirgan bola bor edi. U endi men ulardan oldin ketganman. O'qish boshlanishidan 10 kuncha oldin ketganman. O'qish 1-sentyabrda boshlansa, men adashmasam avgust 20larida ham ketdim, shu borib ko'nikib turadigan ma'noda. U bola keyin o'qish boshlanishiga yaqin kelishi kerak edi. Keyin o'sha bola yozgan, xullas. Yaxshi yetib bordingizmi, qanaqa ekan, taassurotlar qanaqa, zo'r ekanmi, universitet qanaqa ekan degan. Ha, yaxshi, hozir men harakat qilyapman, nima joy topishga o'zimga deb. Keyin aytgan, men bitta tanishim bor. O'sha bola xohlasangiz o'sha universitet atrofida turadi. Sizga ko'rsatish mumkin. Misol uchun koreys tilida yordam bera oladi, u koreys tilini biladi. Sizga ma'lumot bera oladi, qanday uy topish mumkinligi to'g'risida. Chunki bizning maqsadimiz kvartira, men maqsadim kvartira olish bo'lgan, chunki imkoni bo'lsa birato'la kvartira olib, rasxod cheklanish uchun deganman-da. Keyin o'sha bolani kontaktini menga bergan, u meni kontaktimni unga bergan, u bola yozdi. Ma'murbek degan bola, hozir Toshkentda u ham qaytib o'qishni bitirib kelib, o'sha yerda ishlayapti, o'qituvchi bo'lib. Keyin bola aytdi, "Yuring, men uyimga" dedi. Xullas, uni uyida bir kun turdik. Keyin u ishga chiqib ketdi, o'qishga chiqib ketdi. Shundan keyin undan keyin o'zim o'sha qo'limga Google Translator olib, ko'chada MD deb yoziladi, ijara degan. O'sha MD yozilgan uylarning hammasiga borib chiqqanman. Keyin raqamlarga telefon qilib gaplashamasam, koreys tilini bilmayman, lekin Koreyada afsuski, ayniqsa Chonju shahrida, biz yashagan shaharda, biz o'qigan shaharda ko'pchilik koreys fuqarolari koreys tilidan boshqa tilda, ya'ni ingliz tilini yaxshi bilishmaydi. Sal yoshlar bilish mumkin, lekin yosh kattalar ingliz tilini uncha yaxshi bilishmaydi. Butun Koreyada hozir shunaqa o'z aslida ko'pchilik yaxshi bilmaydi ingliz tilini. Keyin unga shu translator orqali gaplashganman. Nimadir dedi, telefon qildim, xullas. Keyin shu universitet yonidan bitta talaba o'tib ketayotgan ekan. Shunga iltimos qildim, mana shuni chaqirib ber, ingliz tilida tushunar ekan ozmoz. Chaqirib bering, mana o'sha insonni shu kelib gaplashib, kvartirani gaplashaylik dedim. U keldi, xullas, ancha vaqtdan keyin, 20 daqiqadan keyin keldi. Bir nimalar dedi, koreys tilida. Men xullas uyda ijaraga olmoqchiman deb unga yozib ko'rsatdim Google Translatorda. Keyin aytdi, boshqa uylarim ham bor, xohlasang ko'rsataman dedi. Keyin men mayli, men shu atrofda bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Keyin mashinasiga solib ketdi, bir 4 kilometr pastga tushib ketdik mashinasi bilan, lekin o'sha paytda bir qo'rquv ham bo'ldi. Birinchi marta qaytib olib ketyapti, begona joy, tanimagan joyim, misol uchun koreys tilini ham bilmayman, u mashinasida o'tiribman. Keyin haqiqatan bitta uyga olib bordik. O'sha domda 2-3 ta uy bor ekan uni. Xullas, bitta domga olib bordim. Shu domda 2-3 ta uy bor ekan apartamentda. Keyin o'shalardan bittasini tanladi dedi. Xullas, shu 2 xonali uy tanlab, o'sha yerda koreyscha gaplashib, keyin summalarini kelishdik. Adashmasam o'sha paytda $500 depozit, oyiga $400 to'lov edi. Pulini berdim. Nimaga 2 xonali uy olganligim, Koreyaga mendan keyin keladigan boyagi talabalar ham yozishgan edi. Agar imkon bo'lsa, siz bilan birga tursak bo'ladimi? Agar kvartira topgan bo'lsangiz, biz borgandan keyin baribir shu jarayondan o'tish kerak-ku, ular ham kvartira qidirish kerak-ku. Men shuning uchun birato'la 2 xonali olay dedim. Boshqa bolalar ham kelsa birga turamiz degan ma'noda. Keyin o'sha uyni oldik. Joylashdim, narsalarimni qo'ydim. Keyin uydagilarga xabar berdim. Mana men keldim, ijaraga joy topdim. Mana uyim ko'rinishi shunaqa. Keyin birinchi borib nimaga bordim? Daiso degan magazin bor Koreyada, juda ham mashhur magazin. Hamma narsa shu 5000 wongacha bo'lgan. Ya'ni bizda chiqib ketdi 10000 so'mlik magazin. Koreyada va ancha yildan beri Yaponiyalik aslida u. O'sha magazinga borib, hamma kerakli bo'lgan vositalarni sotib olganman. Skоворodka, choynik, boshqa narsalarni sotib, o'sha kuni kechqurun o'zim birinchi kun ovqat tayyorlab, bozordan masalliqlar sotib olib,
birinchi kunni o'zida, ya'ni joylashganimdan keyin kechki ovqat uyda qilib, xullas shundan keyin boshlangan hammasi. Birinchi taassurot shunaqa bo'lgan. Hech qanaqa qo'rquv bo'lmaganmi? Hech qanaqa nima deydi, tanish bilishsiz borib, yerda Koreyaga yetib borgungacha bo'lgan jarayonda. Yo'q, Koreyaga yetib borguncha bo'lgan jarayonda qo'rquv bo'lmagan. Sababi men 2018-yili o'sha Narxozda o'qib yurgan paytimizda magistraturada El-yurt umidi o'sha fondidan grant orqali 20 nafargacha doktorant va magistrantlar Koreyaga yuborilgan edi. O'sha paytda men Koreyani ko'rib, muhitini ko'rib, odamlar haqida ancha taassurotga ega bo'lgan edim. Haqiqatan ham yaxshi insonlar, ochiq, misol uchun. Menda tushuncha bo'lganligi uchun ham qo'rquv bo'lmagan. Men o'zimga juda ham qiziq bo'lardi, lekin Koreyaga borganimda muhit juda ham yoqqan menga. Chunki men o'zim yoshligimdan orollarni, o'rmonlar, shunga o'xshash lokatsiyalarni yaxshi ko'raman. Koreya yarim orol-ku, hamma yoq daraxt. Shuning uchun ham menga yoqqan, juda ham yoqqan Koreya. Endi hozir siz yuborayotgan turgan studentlaringiz bor-ku. Ular sharoit qanaqa bo'ladi? Biz yuborayotgan studentlarni kutib olishadi aeroportdan, o'zlari olib ketishadi. Yotoqxona gaplashilgan. Ya'ni hamma sharoitlar qilib beriladi. Faqat o'qib berishsa bo'ldi deydi. Oylik xarajatlari, misol uchun, stipendiyalari hammasi gaplashilgan. Ulardan nisbatan osonroq. O'sha Koreyaga borish, Koreyada o'qish haqida boshqa tanish bilishlaringiz ham bor, bilamiz. Mana agentstva orqali borgan student bilan siz yuborgan o'sha Daegu universitetini Daegugamidi? Grant Daegu. O'shanaqa grant yutib borgan studentni yo'qdagi vaziyatlarda qanaqa farqi bo'ladi? Agentstva bilan borgan student u to'g'ridan to'g'ri universitetga o'zi xuddi meni holatim kabi boradi. Masalan, agentstvadan borgan talaba, to'g'rimi? Biz universitetimiz orqali ketgan talabada endi barcha narsa o'z oldindan kelishilgan. Universitet hamkori, Daegu universiteti misol uchun kim borayotganligi, to'g'rimi, kutib olish kerakligi, ularga bo'ladigan munosabat hammasi boshqacha bo'ladi. Ya'ni tanimagan odamingiz bilan doimiy ravishda, misol uchun bir necha yildan beri hamkorlik qilayotgan universitetingizda talabalar boradigan bo'lsa, albatta munosabat nisbatan qaysidir ma'noda nima deydi, hozir ham mana ketgan talabalarimiz ota-onalar ko'p so'rab yozib turishardi menda boshida. Nozima ketdi-ku. Uydagilar juda ham ko'p yozishdi menga. Misol uchun telefonni ko'tarmay qolsa menga yozishardi. Men Toshkentda bo'lsam. Keyin o'sha yaxshi tomoni shu u yoqdagi vakillarga chiqib men ayta olardim. Shunaqa mana shu talabamizga qarab beringlar, shu aloqaga chiqmayapti ekan deb. U Nozima aylanib yurgan bo'lgan o'zi. Aza qilib. Mana ota-onalarda hozirgani qarayman, o'zim jiyanlarimda kuzatsam ham o'zlari xohlaydi, masalan, Koreyada yoki boshqa davlatlarga exchange qilishdi. Bir semestr bo'lsa ham o'qib kelishdi yoki magistraturasini davom ettirish yoki bakalavr to'g'ridan to'g'ri o'shda o'qiy deb aytishadi. O'sha narsani xohlashadi, lekin ota-onalarda qo'rquvlar bor. Tinchgina o'zimizda yuravergin, Toshkentga topshiravergin, Qo'qonga topshiravergin degan. O'shanaqa ota-onalarga nima degan bo'larsiz? Mana hozir bu savol berishdan oldin gapingiz aytib qoldi. Nozima o'sha ketgan, grant yutib, o'sha sanoqli studentlar qatorida grant yutib ketgan. Uni biletlarini anaqasigacha, to'lovlarigacha, yotoqxonasigacha, pitaniyalarigacha hamma o'qishlari hammasi to'langan. Hammasi uchun grant yutilgan. Shunaqa xavfsiz bo'lgan taqdirda ham anaqada xavotirda ota-ona, onasi. Umuman grant yutmagan studentlarni ota-onalariga bu og'irroq mavzuda. Ularga qanaqa motivatsiya bergan bo'lardingiz? Endi bunda ikki xil fikr borda, qarang. Birinchisi, mana agar talaba to'g'ridan to'g'ri Koreyaga ketadigan bo'lsa, bu o'qish xarajatlarini ham o'zi qoplashi kerak-da. Buning uchun talaba ko'p holatlarda ishlashga majbur bo'ladi. Va tabiiyki, ish jarayonida har xil ko'ngilsiz voqealar ham yuzaga kelishi mumkin. Lekin faqat o'qishga ketgan, hamma xarajatlari qoplangan, misol uchun umuman nima deydi, tashvishi bo'lmagan talabani nisbatan xavfsizligi ko'proq ta'minlanadi. Ya'ni misol uchun biz Koreyaga o'qish tekin o'zi mana, misol uchun exchange student bo'lib ketadigan bo'lsa, grant yutmagan taqdirda ham agar exchange talaba bo'lib boradigan bo'lsa, Daegu universitetida o'qish tekin. Hamma talabalarga. Ya'ni biz universitetimizga ketgan talabalarga tekin. Lekin o'zi borib o'qiydigan talaba ishlashlari ham kerak-da. O'shanday holatda tabiiyki ota-ona xavotir oladi. Lekin xarajatlar qoplangan bo'lsa, ya'ni talaba ishlashga ko'p urg'u berish shart bo'lmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, unda xavotir olishga hojat yo'q. Nimaga? Chunki Koreya o'zi xavfsiz mamlakat. Insonlari ham, odamlari ham juda ham yaxshi. Kulturamiz bir-biriga juda ham yaqin.
ovqatlarida farq bor, to'g'ri, lekin o'zbek diasporasi ham bugungi kunda anchagina Koreyada. Ya'ni o'zbek oshxonalarini ham, turk oshxonalarini ham, ya'ni halol ovqatlarni ham juda ko'p topsa bo'ladi. Koreyada hozir bu muammo emas. Va xavfsiz shahar o'zani kriminal crime rate deymiz-ku, shu ham juda ham past darajada o'z Koreyada. Shu nuqtai nazardan Koreyaga borib o'qish eng xavfsiz variantlardan bittasi deb o'ylayman. Ishlashga boradigan talabalar to'g'ri, endi qaysi ma'noda xavfli bo'lishi mumkin? Ya'ni ish jarayonidagi xavfli o'sha xavfsizlik qoidalariga e'tibor bermaslik nazarda tutib aytyapman. Har xil voqealarni ko'rganmiz, chunki qurilishda bor ushlaydiganlar, tushib ketgan, yiqilib ketgan holatlar bo'lgan, ehtiyotsizlik natijasida boshqa holatlar bo'lgan. O'shanday joylarda e'tiborliroq bo'ladigan bo'lsa, menimcha Koreya zo'r variant. Mana shu studentlaringiz ichida, Koreyaga borib kelgan studentlaringiz ichida Koreyaga ketishdan oldin uni fikrlashi, uni dunyoqarashi, uni harakatlari, uni ilmga bo'lgan ishtiyoqi qanaqa edi-yu? Koreyaga borib kelgandan keyin Koreya qanaqa o'zgartirib berdi o'sha studentlar? Endi to'g'ri, dunyoqarash o'zgaradi. Birinchi navbatda sizda solishtirish imkoniyati bo'ladi. Koreyaga borganingizdan keyin, o'z har qanday mamlakatga borganingizdan keyin O'zbekistondagi sharoit bilan u yerda tashkil etilgan sharoit solishtirish imkoniyati bo'ladi sizda. Odamlarni o'rganasiz, kulturalarni o'rganasiz. Dunyoqarash mana shu jihatdan ham ancha o'zgaradi. O'qituvchilardan har xil bilim olib ko'rasiz. Misol uchun Koreyadagi universitet o'qituvchilari asosan shunaqa ularda ham holat kuzatiladi. Universitet professorlari shu Amerika yoki boshqa rivojlangan mamlakatlarda PhD qilib kelishi yozilmagan qoidalardan bittasi. Ya'ni xuddi bizda magistratura o'qimasa hisob emas-ku, mana bakalavr o'qidi, lekin magistratura ham o'qib olishim kerak degan narsa bor. Ularda o'sha chet elda PhD qilib kelish xuddi shu holatda qaraladi. Shuning uchun juda ham ko'p o'qituvchilar asosan shu Amerikani, shu rivojlangan mamlakatlarni, shu yuqori top reytingda turuvchi universitetlarni bitirgan o'qituvchilar hisoblanadi. Ulardan dars olib ko'radi. Biz o'qituvchilarimiz bilan solishtirish imkoniyati bo'ladi. Misol uchun u yerdagi shu ta'lim tizimini o'rganib ko'rish mumkin bo'ladi. Har xil millat vakillari bilan gaplashgandan keyin ular o'zidagi sharoitlarni gapirib beradi. Misol uchun tabiiy gaplashasiz, sizlarda qanaqa hamma informatsiyalarni yiqqandan keyin albatta talabani o'sha dunyoqarashi ancha o'zgaradi. Kelgandan keyin fikrlashi. Masalan, mana Farzonani oladigan bo'lsak, Koreyaga borishdan oldin qanaqa nima deydi? Qanaqa voqealar bilan eslardingiz uni? Keyin Koreyaga borib kelgandan keyin aniq gaplashgansiz u bilan, taassurotlar, boshqa masalalar bo'yicha yoki mana Tasima olimpiadasida yaqinda volontyorlarga anaqa bo'ldi, sardor bo'lib qatnashdi. Qaysidir harakatlardan sezdingizmi? Qanchalik darajada o'zgarganini, ulg'ayganini? Farzonada misol uchun tashkilotchilikda ancha o'sish bo'lganligini ko'rdim. Juda ham yaxshi, mana misol uchun so'zlarini avvalgiga nisbatan juda ham erkin gapira oladigan bo'lgan. Oldin ham klub sardori bo'lib ishlardi, o'zi Farzon o'zi aktiv qizlarimizdan bittasi, lekin Koreyaga borib kelgandan keyin ancha dadillashgan. Ya'ni o'ziga ishonchi ancha ortgan. Tasimoda ham misol uchun mana shu olimpiadada ham Farzona tajribali volontyor sifatida boshqalarni boshqarib turdi. Ko'nikmalar bo'lganligi uchun va chet elliklar bilan muloqotlarda, ya'ni kirishib ketishda, networking qilishda boshqalarga nisbatan ancha faol bo'ldi. Ana bilamiz, mana chet el odamlari bilan gaplashadigan bo'lsangiz, chet elliklar bilan o'zi birdan kirishimlik ular. Amerika bilan gaplashasizmi, boshqa Yevropa mamlakatlarining odamlari bilan gaplashasizmi? Ko'p kirishimlik. Birdan gaplashib ketaverasiz. Sizni taniydimi, tanimaydimi, qiziq emas. To'g'ri, Finlandiya tomonlari, shimol tomonlari uncha bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa issiq hududda yashaydigan, iqlim issiq bo'lgan hududda yashaydigan ayniqsa odamlar juda ham kirishimli bo'ladi. Bizda shu narsa sal ozgina qanaqadir yopiqroq. Bizda ham insonlarimiz, ya'ni O'zbekistonda yashaydigan odamlar ham balki hamma emasdir, lekin ko'pchilikda shunaqani gapirmasa gapirmaymiz-ku. To'g'ri? Kimdir kelib. Shu qanaqadir qadriyatlarga aralashib qolganmi? Anaqa borda. Uyat deb qarashadimi? Odamlar fikri degan tushuncha borda, nima deb o'ylar ekan, hozir gapirsam nima deb tushunar ekan degan narsa balki qaysidir ma'noda xalaqit berishi mumkin. Lekin erkin bo'lish kerak, o'zi aslida bemalol gaplashib, tanishib ketaverish kerak. Hijolat bo'lib qolishni oldini olaman deb o'ylaydimi? Shunda mana shu odamlarning gapi nima deb o'ylaydi degan narsa bizda shu o'zbekchilikda ko'p xalaqit beradigan narsada. Shu Tasimoga anaqa bo'ldi. Aeroportda Xitoylar kutib oldimda. Xitoylar kutib olib, keyin ertalab 5:30da olib kelganmiz. Registratsiya 9:da boshlanadi. Keyin vaqting bormi dedi. Unda anaqaga kelishga ham, aeroportdan Nordikka kelishgacha ham anaqa qilmadi, tinch qo'ymadi. Savollar bilan taka qilyapti. Nima qilasan bu yerda? Nima ish qilasan? Nima bilan shug'ullanasan?
qaysi nima hobbi bor, nimaga qiziqasan, boshqa savollar bilan kelyapti. Olimpiadaga o'zing matematikaga qiziqasanmi, yo'qmi? Ha, matematikaga qiziqaman, shu men ham olimpiadalarda yurganman, shunaqa qilganman. Ha, bo'ldi. Men bu o'quvchim 2-o'rinda oldi o'tgan yil. Bu yil 1-o'rinda olgan kelyapti. Keyin anaqaga tushdik. Soat 6larda yetib keldik-da. 6:30lar bo'ldi. O'zlari narsalarni joylashtirib bo'lgungacha. Bizda hali shu 2 soat, 3 soat vaqt bor ekan. Aylantirmaysanmi bizni? Bo'ldi, aylantiraman dedim. Soat 9:30gacha meni ham vaqtim bor. Xohlaysanmi, senga eng zamonaviy Toshkentni ko'rsataman yoki eng eski shahar ko'rsataman? Eng qadimiy 2000 yillik tarixga ega bo'lgan Toshkent ko'rsataman. Davay eskisini ko'rsat menga. Bo'ldi, eskisini. Keyin bu yoqda mana masjid bor mahalladan olib ketdik. Hamma joylarni ko'rsatib, o'sha Toshkentda tarixi 2200 yillik tarixi bor bo'lgan joylarga olib borib, hamma joylarni ko'rsatdim. Keyin o'sha menda ham aniq boshlandi, qiziqish boshlandi. Kim o'zi bu? Nimaga keldi O'zbekistonga? Nimaga tasimo qiziq? O'sha savollarga javob olishni boshladim. Kimsiz o'zi? Avstraliyada bitta universitetda researcher ekan, PhD ni anaqa bo'lgan ekan, yakunlab bo'lgan ekan. Matematika bilan ingliz tili bo'yicha o'sha tadqiqotlar olib borar ekan. Yosh bolalarga, o'sha maktab yoshdagilarga matematika, ingliz tilini o'rgatish bo'yicha. Ko'proq SIT deb o'yladim, lekin anaqa bo'lganim, oxirigacha yetib borganim bu mavzuda. Keyin 3 kun, 3,5 kun birga bo'ldik ular bilan. Birga yurmagan bo'lsak ham anaqa qilgan ekan. Kuzatgan ekan. Bitta endi ham mediada, ham boshqa tashkiliy ishlarda yurganimga ko'rdim Akrom seni aytayaptiki, Xitoy bilan bog'liq qanaqadir biznes rejang bo'lsa aytgan. Bundan keyin ham men boraman bugun, ertaga yana aloqada bo'laman. Qanaqadir mavzular bo'ladigan bo'lsa, muhokama qilamiz degan. Zo'r-ku. Davay, bu ishingizni boshlaylik. Xitoy bilan. Kerak podkastida. Avvazam hozir nimadir g'oyalarni shakllantirishni boshladi o'zi. Xitoy bilan. Yaxshi, lekin shuning uchun yaxshidan e'tiborki, endi qaysidir to'g'ri manfaat nuqtai nazaridan emas, o'zi aslida mana Xitoyga boradigan bo'lsangiz, sizni kimdir kutib olishi, o'sha Xitoy aylantirib xuddi Toshkentni ko'rsatganingizdek ko'rsatish imkoniyati bo'ladi, to'g'rimi? Chet ellik yaponiyalar bilan tanishsiz, Yaponiya ham xuddi shunaqa. Men o'zi ingliz tilini o'rganish boshlaganimdan beri chet elliklar bilan tanishni yaxshi ko'rardim. O'zi eng yaxshi uslublardan bittasi ham shu o'zi til o'rganish uchun, o'sha native speakerlar bilan gaplashish. Ingliz tilini o'rganish boshlaganimdan beri chet elliklar bilan tanishib, juda ham ko'p o'rtoqlarim bor. Instagramda ham hozir juda ham ko'p chet ellik, Filippindan deysizmi, boshqa davlatdan deysizmi, to'g'ri, balki gaplashib bir-birimiz bilan muloqot qilmasmiz ko'p. Lekin borganimda, misol uchun, yaqinda mana biz Vyetnamga borganimda, yozganimda ko'pchilik o'sha keling, ko'rishaylik deb taklif bildirishdida. Ya'ni yaxshi, shu tomonlari yaxshi. Networking bo'lishini, shu do'stlaringiz bo'lishini qayerdadir. Bu juda ham zo'r. Endi hozirgi nima deydi, rivojlanib turgan zamonda yashab turgan bizdagi yoshlarda bevosita maqsad bo'ladi shu katta hamkorlar bo'lsa, katta ishlarda ishlasam, katta bizneslar qilsam yoki qanaqadir muhim ishlarni qilsam degan. Keyin bitta anaqa bilan ustoz bilan gaplashib qolganimiz shu, sen yaxshi niyatingni qilib yuraverasan, harakatingni qilib yuraverasan, payti keladi, senga o'shanaqa do'stlik beriladi o'zi. Bu ham hozirgi narsa ham, masalan, Xitoydagi o'sha PhD ni o'qigan professor, doktor odam oddiy manaqaga xodimga bitta yaxshi taklif berishi. Shunaqa kutilmagan joydan bo'ladi. Qaysidir bitta joyda kim biladir uchrashasiz, munosabat o'rnatasiz, keyin balki qachondir sizni hayotingiz o'zgarishiga aynan o'sha o'rnatilgan munosabat ta'sir qilib qolishi mumkin. Men o'zim ko'p ko'rganman bu narsani hayotda. Xulosa ham shu, har bitta nima deydi, munosabatlarga ochiq bo'lish. Ayniqsa shu anaqalarga, xalqaro nima deydi, tadbirlarda, boshqalarda faol bo'lish kerak, to'g'ri. Xo'p. Endigi mavzuimiz ozgina anaqa orqaroqqa qaytadigan bo'lsak, ya'ni o'sha Koreyaga borib, yashab, u yoqda o'qish masalalarini bir qator esladik. Endi abituriyentlar misolida bitta qaraydigan bo'lsak, masalan, bu yili 11-sinfni bitirib turgan abituriyent qanaqa maqsad qo'yish kerak o'ziga, nimani orzu qilish kerak? Koreyada o'qishda, Koreyaga grant yutishda nerealniy narsa deb qarash kerakmi yoki ungacha erishishgacha bo'lgan yo'l qanchalik darajada oson o'zi? Nimalarga tayyor bo'lish kerak? Endi
faqat Koreya emas, boshqa mamlakatlarni ham ko'rish kerak imkon boricha. Misol uchun mana hozir ko'pchilik talabalar, menimcha abituriyentlarni orzusi shu Amerika bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu o'sha qaysidir mamlakat haqida anchagina tushuncha informatsiya chiqqaningizdan keyin qilinadigan qarorda. Misol uchun Amerikada ko'pchilik trak haydashini ko'rib, ko'proq pul topishini bilib, ko'pchilik Amerikaga ketishni xohlashi mumkin. Yoki siz qaysidir tanishingiz Koreyada yaxshi pul topayotganini eshitganingizdan keyin Koreyaga borib o'qiyman, o'sha yerda qolib ishlayman degan tushuncha bo'lishi mumkin. Lekin meni misol uchun ketayotgan paytimda eng asosiy maqsadim Koreyada borib o'qib ishlab qolish bo'lgan o'zi. Koreyada qolish bo'lgan. Koreyada qolish bo'lgan, ya'ni ishlaganman ham, misol uchun o'qish bitirganimdan keyin kompaniyalarda boshqa ham qilganman va bugungi kundagi yoshlar mana shu maqsadni to'g'ri belgilab olishlari kerak o'zlari uchun. Maqsad borib o'qib kelishmi, o'qib kelgandan keyin bu yerda kim bo'lishmoqchi yoki maqsad o'sha yerda borib qolib ishlab, ya'ni o'sha sharoitlarini qilib keyin O'zbekistonga qaytib kelishmi degan masala bor. Mana shu o'qiydigan universitetlarning geografiyasini tanlashda mana shu narsaga ahamiyat berish kerak. Imkoniyatlar u yoqdagi, o'qish bitirgandan keyin ishlab qolish imkoniyatlari qanchalik yoki o'qish davrida o'sha universitetda o'qish, Koreyada o'qish yoki Malayziyada o'qish, Italiyada o'qish bu talabaga kelajakda nima beradi degan savollarga o'zi yechim topa olish kerak o'zi uchun. Shundan keyin o'ylaymanki, talaba abituriyent to'g'ri qaror chiqara oladi o'zi uchun. Internetdan qidirish kerakmi uni? YouTubedan ko'rish kerakmi? Endi universitet tanlash aytyapsizmi? Ha, universitet tanlash, umuman yo'nalish tanlash. Mana bunaqa odamlar bor. Masalan, o'zini amakisini o'g'li iqtisodiyotda o'qib turib, masalan, bankda ishlayib turgan bo'lsa, bo'ldi, men shu akam bilan orqasidan yuraman, akam qilgan ishni qilaman degan. Lekin bir tomondan qaraydigan bo'lsa, o'zini ichida hech kimga ayta olmaydigan o'zini orzusi bor. Hech bo'lmaganda 1 yil anaqada o'qisam, chet elda o'qisam, aytdagi muhitni ko'rsam, ular bilan tanishsam, ular bilan rivojlansam degan. Lekin atrofda unaqa odamlar yo'qligi uchun tasavvur qilishga ham qiynaladi-da. Yo orzu qilishga ham, maqsad qilishga ham qiynaladi. Bu shunaqa odamlarga aytmoqchi edim. Xo'p, hozir bugungi kunda endi chetga ketish juda ham oson bo'lib qolgan-ku. Lekin bitta masala bor, o'sha ishonch masalasi bor. Keyin lekin mana bugungi kunda xususiy universitetlar, davlat universitetlarida ham juda ham ko'p imkoniyatlar berilyapti. Talabalarni o'sha chet elda o'qib, student exchange dasturi bo'yicha deymizmi yoki double degree dasturi bo'yicha deymizmi, o'qish imkoniyatlari juda ham ko'p. Mana shunday qo'rquvda yurgan talabalar bo'lsa, ya'ni o'ziga ishonchi bo'lmagan talabalar bo'lsa, men universitetga kirib, universitet orqali double degree, misol uchun o'sha ikkita diplom olish imkoniyatiga ega bo'ladigan dasturlarda o'qish taklif qilgan bo'lardim. Nimaga bunaqa? Chunki double degree'da borsa, yuqorida men aytgandek, o'qib bitirgandan keyin u yerda qolish imkoniyati ham bor-da. Mana shu nuqtai nazardan. Hop, o'zi chet elga chiqishda shu 3 ta nima deydi, xavfsiz yo'lni o'zim uchun bilaman. Bu bittasi exchange, bittasi double degree, bittasi work and travel. O'shalar haqida gaplashaylik. Mana exchange ni boshlaganmiz. O'sha exchange ni oxiriga yetkazaylik-da. O'zi kimlar uchun? Kimlar borish kerak o'zi? Kimlarga to'g'ri keladi? Kimlar harakat qilsa bo'ladi? Kimlar maqsadlar orasiga qo'shsa bo'ladi o'zi? Exchange. Student exchange dasturi endi o'sha yuqorida siz aytib o'tganingizdek, uydagilar xavotir oladigan, keyin o'zi ham qanaqadir borib ko'rib kelayotgan ish bo'lsa ozginaga o'zi uchun nima deydi, qanaqadir xavf borligini his qiladigan talabalar uchun zo'r. Exchange dasturi chunki 1 semestr davomida bo'ladi. U yerga borib, ko'nikib o'qib, qaytib kelasiz. Yaxshi tomoni o'sha semestrda o'qigan baholaringiz bu yoqqa kelgandan keyin bu yerda o'qigan semestrdagi, ya'ni aytaylik, bitta student yaxshi tomoni 4-semestrini, mana 2-kursda 2-semestrini Malayziyada o'qimoqchi. Shu nuqtai nazardan bu joyni qilib tashlaymiz. Yaxshi tomoni, mana misol uchun biror bir talaba 3-semestrgacha Toshkentda o'qib, Nordic universitetida o'qib, mana misol uchun biz universitetimizni oladigan bo'lsak, 4-semestr Malayziyada o'qib kelish mumkin. Bu ikki tomonlama yutuq. Ya'ni bu yerdagi o'qish ham ketaveradi, u yerda ham misol uchun talaba bo'lib 1 semestr davomida o'sha xalqaro talaba sifatida u yerdagi o'sha jarayonlarni ham ko'rib, tanishib o'qib kelish mumkin bo'ladi. Yutuq tomoni bitta shunda. Student exchange dasturini. Hop, exchange'da siz nima deydi? Tavsiya qilishingiz, keyin u tavsiyani asoslab berishingiz uchun 5 ta exchange'da foydali tomoni qanaqa? Xo'p, birinchisi yuqorida aytganimdek networking. Ikkinchisi xalqaro bilim. Uchinchisi kultura, madaniyat o'rganib keladi, boshqa madaniyat, turli xil madaniyatlarni o'rganib keladi. To'rtinchisi
nima desak bo'lar ekan, 4-siga 5ta, 3ta so'rasangiz bo'lmasmi? 5ta so'radingiz o'zi. Foydali tomoni ko'p, endi hozir faqat yotim kelmayapti. 4-siga nima aytsak bo'lar? 4-siga mustaqil bo'lish qo'shaylik bo'pti mana exchange dasturida, to'g'ri? Mana mustaqil bo'lish, ya'ni mustaqil qaror chiqara olishni o'rganib kelishadi, chunki u yerda baribir tanishingiz bo'lmaydi, hech qanaqa yaqiningiz bo'lmaydi yoningizda. O'zingiz uchun o'zingiz qaror chiqarishingiz kerak bo'ladi. 4-siga mana shu mustaqil qaror chiqarish ko'nikmasini shakllantirish ni aytsak bo'ladi. 5-siga demak sun'iy exchange dasturida bu nima desak bo'lar ekan? Kam xarajat bilan chet elda o'qish. Kam xarajat bilan chet elda o'qib kelish imkoniyati desak bo'ladi. Bo'ladi, bu ham. Zo'r, yaxshi point berdingiz. Xo'p, endi anaqaga o'tadigan bo'lsak, double degree'ga o'tadigan bo'lsak, exchange bilan qanaqa farqi bor? Exchange dasturida talaba bir semestr davomida o'sha yerda o'qib, ya'ni boshqa xorijiy davlatdagi hamkor universitetda o'qib qaytadigan bo'lsa, double degree'da talaba 2 yil bu yerda, 2 yil o'sha yerda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni yoki 3+1 dasturini amalga oshirsa bo'ladi. Bunda talaba 2 tomonlama diplom oladi. Demak, double degree'ga ikki xil format bor. Bittasi 1+3, bittasi 2+2. 2+2. Agar Nordic universitetga topshiradigan bo'lsa, 1 yilni Toshkentda, qolgan 3 yilni aytaylik Finlandiyada o'qish mumkin. Finlandiyada, Amerikada, Koreyada o'qish mumkin. Yoki 2 yilini Toshkentda o'qib, 2 yilni Amerikada o'qish. O'sha boshqa davlatda davom ettirish mumkin va yakunda o'sha ikkita davlat diplomini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va o'sha aytganimdek 2 yil agar u yerda o'qiydigan bo'lsa, 1 yil yana qolib o'sha u yerda magistraturaga xohlasa topshirish mumkin, xohlasa o'sha davlatda ish qidirib ishga kirish imkoniyatini o'rganib chiqish ham mumkin bo'ladi. Xullas, vizasi 1 yilga cho'zib beriladi talabalar. Masalan, Amerikaga ketmoqchi bo'lgan, to'g'ridan-to'g'ri Amerikaga topshirmoqchi bo'lib, vizasini atkaza olib, boshqa narsa qilib, qolib ketayotgan studentlarga bu qolib ketayotgan abituriyentlarga zo'r imkoniyat eganda unda. Masalan, 2 yil 1+1 yilning o'zidayoq masalan 1+3 ga topshirib ko'radi. Agar vizasi atkazib beradigan bo'lsa, qanaqadir boshqa sabablar bilan viza ola olmaydigan bo'lsa, ikkinchi yilga yana bitta imkoniyat bo'ladi. Xuddi shunaqa. Koreya bilan 3+1 ham bor, mabodo. 3-imkoniyatdan foydalanishlari mumkin. 3 yil topshirish mumkin. 3 yil topshirishlari mumkin. Bu imkoniyat ham bor. Shu transfer student bo'lib ketishadi endi, shu to'g'ri keladi shu mana shu. Agar mabodoga 3-yilda ham agar viza ola olmaydigan bo'lsa, 4-kursda men eshitishim bo'yicha, to'g'rimi, noto'g'rimi aniq qo'yasiz, tekshirib qo'yasiz, 4-yilni onlayn o'qish mumkin ekan. Keyin o'sha ikki tomonlama diplom olish mumkin ekan. Yo'q, bu ma'lumot lekin hali eshitmadim. Bu menda yo'q ma'lumot. Sizdan eshitaman buni. Endi Bobur aka edi. Balkim bordir, shunaqa yangi kelishuvga erishilgan bo'lsa shunday. Lekin ayniqsa men Koreya bo'yicha ishlaganligim uchun biz bunaqa kelishuvga erishmaganmiz. Balki Amerika bilan shunaqa kelishuvga erishilgan bo'lishi mumkin. Demak, hozir eng kamida 3 marta imkoniyati bor. Yo'q, hozir siz aytayotganingiz yo boshqa narsa. Siz aytayotganingiz kampus ochilgandan keyin. Biz Rovun kampusini ochyapmiz-ku yaqinda, xudo xolasa. Rovun kampusini ochsak, u yerda xuddi mana Webster kabi yangi bitta o'sha Rovun universitetining kampusi Toshkentda ochiladi. O'zi ochildi, mana bilasiz, 3-binoyimiz Rovun kampusi nomlanadi. Endi o'quv jarayonlari o'sha Rovun ta'lim tizimi asosida tashkil etiladi. Ana o'shanda siz aytayotgan narsa amalga oshadi. Ya'ni qanday? Bu yerda talaba 3 yil o'qiydi yoki 4 yil o'qiydi, farqi yo'q. 4 yil o'qisa, 4 yil mabodo Koreya o'sha Amerikaga keta olmagan taqdirda ham Amerikan diplomini olaveradi. 4 yilni o'sha yerda o'qib qo'ysam, Amerikan diplomini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tushunadi. Agar o'sha 4 yil davomida Amerikaga boraman, bir kursini o'qib kelaman yoki o'qishimni qolganini davom ettiraman desa, unga ham imkoniyat bor. Unga ham imkoniyat bor. Aytganingizdek, shu 1-kurs bitirgandan keyin 2-chi, 3-chi, 4-kurs boshida harakat qilib ko'rsa bo'ladi talaba. Agar keta olmaydigan bo'lsa, aytganingizdek, onlayn o'qib qo'ysa ham bo'ladi. Lekin shu yerda ham offlayn o'qisa ham bo'ladi. Unda hech qanaqa farq bo'lmaydi aslida. Unda ham o'sha Amerikan diplomini olaveradi. Unda ham Amerikan diplomini oladi. O'shani kontrakt narxlariga, masalan, aytdagi kontraktni qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, bu yerda Rovun markazida o'qiganlarga qanaqadir chegirmalari bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Universitet orqali ketish bitta yaxshi tomoni ham shunda. O'zi aslida mana hamkor universitetlarda doimo chegirma bo'ladi. Misol uchun, to'g'ridan-to'g'ri topshirgan talaba kontrakt pulini endi to'g'ri o'zini ko'rsatishlariga qarab IELTS bo'lsa scholarship oladi yoki SAT'si bo'lsa scholarship oladi. Bu tabiiy holat. Lekin mana shu ko'rsatishlari past bo'lgan talabalar ham, misol uchun, umumiy hamma talabalarga ajratilgan scholarshipdan foydalanishlari mumkin. Ya'ni qani, misol uchun Rovun universiteti Nordic universitetiga 50% scholarship bergan, ya'ni grant bergan har bir talaba uchun. Siz IELTS ko'rsatishingiz 7 bo'lsa ham 50%, 6 bo'lsa ham 50%. Minimum ko'rsatkich 6 deb aytaylik.
yoki SAT'si bo'lmasa ham 50% skidka olishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri topshiradigan bo'lsangiz, misol uchun IELTS to'g'ri requirement tushmaydi hech qachon. 6 qo'yilsa, SAT bo'ladigan bo'lsa, balki 10% berar, 15% berar. Uzog'i 75% gacha, to'g'ri 25% gacha skidka olsangiz, 75% ni to'lashingiz mumkin bo'lishi mumkin. Lekin hamkor universitetlarda yaxshi tomon mana shu 50% gacha grant berilishi. Xuddi shu holat Finlandiya bilan ishlaydi hamkorlikda, Koreya amaliy fanlar universiteti bilan. Va Daegu universitetida ham xuddi shu holat. Koreya universiteti, Amerika universiteti, undan tashqari Lawrence universiteti bor, bilasiz. Lawrence universiteti ayniqsa Amerikan davlat universiteti. Juda katta bizga chegirma bergan. Ya'ni bir semestr davomida o'qish, bilasiz, $5,500 atrofida. Lekin yaxshi tomon buni ichiga yotoqxona xarajatlari va 3 mahal ovqat hammasi kiritilgan. Ya'ni siz qo'shimcha xarajat qilishingizga hojat yo'q. Chunki o'zi umuman Amerikaga borgan odam, misol uchun mana Koreyada o'rtacha $700-500 sarflaysiz bir oyga, Amerikada kamida $1000 sarflaysiz talaba hayotida, to'g'rimi? Bu ham aslida qo'shimcha xarajatda, ana o'qish pulidan tashqari hisobga olinishi kerak bo'ladigan xarajatlarga kiradi bu ham. Lawrence yaxshi tomon shunda. O'zida mana shu abituriyentlarga bu yil universitetda, bu yil maktab bitirib turgan abituriyentlarga bitta aniq qilaylik, bitta motivatsiya beraylik. Maqsadini, orzusini kattaroq qo'yursin. To'g'ri, mana shuni tarafdorman. Birinchi navbatda abituriyentlar ingliz tilini yaxshi o'rgansa, o'zlari uchun yaxshi bo'ladi. Keyin imkoni bo'ladigan bo'lsa, SAT ni agar olishadigan bo'lsa yoki sertifikat olishadigan bo'lsa, bu talabalar uchun, abituriyentlar uchun hamma eshiklar ochiladi deb o'ylayman. Ya'ni juda ham endi hammasi bo'lmasligi mumkin, lekin keng ko'p eshiklar ochiladi chet elga chiqish uchun. Agar mana shu imkoniyatlarni qo'lga kiritadigan bo'lsa, hech bo'lmasa IELTS da minimum 6.5 darajani qo'lga kiritib universitetga topshiradigan bo'lsa, talabalar uchun bugungi kunda juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Chet elga ketish bilan bog'liq. Faqat men to'g'risini aytsam, ba'zida men Italiyaga, bilasiz, hamkorimiz bor, Trento universiteti grant beradi. To'g'rimi? Har yili o'ziga grant kvotalar ajratadi mana shu universitet. Bu yil 3 ta joy ajratgan bizga. Lekin 2 talaba yuboryapmiz. Bitta talaba chiqmayapti. Ya'ni ularning talabiga javob beradigan mana shu IELTS dan kamida 6.5 bor bo'lgan talaba chiqmayapti. Bor, yo'q emas. Talabalarimiz ichida bu sertifikat bo'lgan talabalar bor. Yuqorida aytgan masalada uydagilardan javob so'rashda qanaqadir ikkilanish, hadiksirash, Italiya qanaqa bo'lar ekan, Yevropada yashash, tilini bilmaymiz-ku, Italiyada italyancha gapirar ekan degan tushunchalar borda talabalarda. Qo'rqmaslik kerak, boraverish kerak. Borgandan keyin mana misol uchun yuqorida aytdik-ku, Farzona, Mashhura, boshqa talabalarimiz, chet elga ketgan talabalar, undan tashqari ham mana Malayziyaga borib kelgan talabalar bo'ldi, to'g'rimi? Ulardan bir so'rab ko'ring, hozir hammasi yana qaytib ketamiz deydi. Yana borsak bo'ladimi, yana qatnashsak bo'ladimi deb kelishaveradi dasturga. O'shanaqa imkoniyat bormi o'zi? Qatnashish imkoniyati bor, lekin endi boshqa talabalarga imkoniyat berish uchun biz ularga magistraturada ketish, endi bakalavrda borib kelishdi, magistraturada ketish yoki double degree orqali o'sha aytganimizdek ketish tavsiya qilamiz. Chunki bu kvotalar chegaralanganda, chegirmali, ya'ni grant kvotalar chegaralangan bo'ladi. Unga boshqa bormagan talabalarni yuborish biz ma'qul ko'ramiz. Zo'r, endi bizda hozir 3-masala work and travel masalasini bitta ko'radigan bo'lsak, exchange dan keyin double degree dan nima farqi bor work and travelda? Endi work and travel bu hech qanday o'qish uchun emas, balki ish va sayohat. O'zim tarjima qiladigan bo'lsak ham to'g'ridan to'g'ri work and travelga boradigan talabalar, demak 3 oy davomida, ya'ni yozgi ta'tilda Finlandiya va bugun yaqinda mana Bolgariya qo'shildi, to'g'ri? Talabalarimiz demak markazlashtirilgan holatda o'sha Finlandiyaga, Bolgariyaga yuboriladi. Buni ham o'ziga yarasha plyus tomonlari bor. Xo'p, birinchisi nimada? Mehnatga ko'nikmangiz oshadi, to'g'rimi? Ikkinchisi, u yerga borganingizdan keyin siz qanaqadir ish qidirib yurishga majbur bo'lmaysiz. Ya'ni mana o'zi work and travel dasturi bo'yicha bilamiz, ancha yillardan beri bu dastur mavjud. Amerikada ham misol uchun juda to'g'ri. Singapurskiy Westminster universitetlarida juda ham mashhur bu dastur, to'g'rimi? Talabalar shu work and travel orqali Amerikaga borib ishlab, pul qilib qaytib kelishardi. Lekin bitta ularning farqi, ular o'zlari ish topishlari kerak bo'ladi. To'g'rimi? Studentlar o'zlari ish topishi kerak. O'zi ish topadi, ish beruvchini topadi, internet orqali unga xabar yuboradi. Mana shu universitet talabasiman, xullas menga ish kerak deydi, to'g'rimi? Keyin ular suhbat qiladi, intervyu qiladi. Intervyuda qilgandan keyin ularni qabul qilsa, ularga appointment, ya'ni invitation letter yuboradi. Invitation letter yuborgandan keyin vizaga topshirasiz. Chiqsa chiqdi, chiqmasa o'sha viza xarajatlari boshqalarga kuyib qolaverasiz. Bo'ldi, masala shu bilan yakunlanadi. Ya'ni ungacha ham jarayon ko'pda, ish topish kerak. U boshqa sizga o'xshagan talaba juda ham ko'p, to'g'rimi? Bu narsani birinchi marta qilayotgan turgan student uchun ham juda ham qiyin narsa bu. Juda ham qiyin narsa. Birinchi marta o'zi mustaqil qilayotgan student uchun ham qiyin narsa va kafolatlanmagan. Nordic universitetida work and travel dasturi o'sha markazlashtirilgan holatda, ya'ni biz o'zimiz u yerdagi o'sha ish beruvchilar bilan shartnoma tuzamiz
va talabalar o'sha 40-45 nafar talaba har yili yozda mana shu dasturda ishtirok etish uchun Finlandiyaga 150 nafargacha talaba aytgandek mana bu yildan boshlab Bolgariyaga yuboriladi ishlash, mehnat qilish uchun. Va undan tashqari eng yaxshi tomoni Schengen viza bo'lishi. Schengen vizani olgandan keyin talabalar ishlashadi, ishni bitirgandan keyin pullarini olib, oyliklarini olib, Yevropa bo'ylab sayohat qilib, maza qilib keyin O'zbekistonga qaytib kelishadi. Shu tomonlari zo'r. Mana work and travelda qanchalik o'zgaradi? Work and travelda o'zgarish birinchi navbatda talabalar tartib nizomni o'rganishadi. Ya'ni ish beruvchilar bilan to'g'ri ishlashadi-yu. Ana bitta vaqtda uxlab, bitta vaqtda turish, tartib nizom deganda ana mana ish beruvchi tomonidan qo'yilgan misol shu masalalar bor, to'g'rimi? Chegaralar bor, ulardan o'tib ketmaslik kerak, ishga vaqtida kelish kerak masalasi bor yoki mana Finlandiyada bitta zo'r narsa bor. Siz misol uchun bugun qandaydir masala tufayli ishni 1 soat tugatgan bo'lsangiz, ertasi kuni borib o'sha 1 soatda atrofga qilib berishingiz kerak. Xuddi shunaqa mana misol uchun 8 soatli ish 7 soatdan ishlagan bo'lsangiz, ya'ni 1 soatingiz baribir sizda qarz bo'lib turaveradi. Uni atrofga qilib bermagunizcha qo'yishmaydi. Keyingisi aytganimdek, boyagi muloqot eng glavnisi, muomalani o'rganishadi. Rahbar bilan qanday muomala qilish kerakligini, to'g'rimi? Bu ko'nikmalar juda ham zarur. Ayniqsa ertaga mana universitetni bitirib ish topaman deganlar uchun, ishga kiraman deganlar uchun. Mana bizda yoshlar ko'pchiligi maktab bitirib kelishadi. O'zbekistonda sharoit nisbatan boshqacharoqda. Toshkentda yoki o'zingizni viloyatingizda qayerdadir ishga kiradigan bo'lsangiz, ko'p holatlarda tanish bilish orqali ishga kirish bor-ku, baribir ham. Kimnidir yoki to'g'ri, tanishi bo'lganingiz uchun ishga olmasa ham shu mani o'g'lim deb aytib qo'yish bor-ku bizda o'zbekchilikda. Misol uchun mana shu jiyanim qarab qo'ygan degan narsa bor-ku, iltimos qilmasangiz ham. Shu holatlarda O'zbekistonda nisbatan nimaroqda sal erkaroq bo'ladi ko'pchilik o'qish bitirgandan keyin bilim ko'nikmalari boshqalari bo'lmaydi. Rahbar bilan muomalada sal erkaroq bo'lishadi. Lekin mana shu jarayonlarni, ko'nikmalarni bakalavr paytini o'zida o'qib turib shakllantirishadigan bo'lsa, ertaga ishga borgandan keyin qiynalishmaydi. Work and travelga borgan studentni, masalan, birinchi kursni bitirib, bitta bola work and travelga ketdi, bitta studentimiz. Work and traveldan kelgandan keyin ikkinchi kursda o'qishni boshlaydi. Ikkinchi kursda o'qishida zo'r farq sezgan bitta studentingizni aytib bera olasizmi? Zo'r farq sezgan studentlarimizmi? Ko'p, bunaqa studentlarimiz ko'p. Deyarli hammasida o'zgarish bo'lsa kerak. Deyarli hammasida o'zgarish bo'ladi. O'sha yuqorida aytganimdek, birinchi navbatda o'ziga ishonch ortadi ko'pchilikda. Bitta chet elga chiqib kelgandan keyin o'zlariga ancha ishonch ortadi. Endi men ularni asosan mana shu intizom bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarni ko'p kuzatganman. Mana shu aktivliklari. Fazliddinni oladigan bo'lsak, uni yaxshiroq aniqlaysiz, ko'proq kommunikatsiyada bo'lasiz. Work and travelga borishdan oldin qanaqa edi-yu, kelgandan keyin qanaqa bo'ldi? Fazliddin o'zi oldindan mas'uliyatli bola edi u. Fazliddin ancha o'zi mehnatda o'sgan bola bo'lganligi uchun ham work and traveldan keyin kelgandan keyin o'sha aytganimdek, u ham ancha bir nima deydi, kirishimli bo'lib qolgan edi. Oldin shu joyi bor edi, sal kirishimsizroq edi. Ya'ni qanaqadir muomalada, kim bilandir tanishishda yoki biror insonlar bilan muloqotda sal kirishimsizroq bo'lsa, lekin work and traveldan keyin ancha kirishimli bo'lib ketdi u ham. Tortinmaydigan bo'lib, bemalol o'zini erkin his qiladigan qilib, o'sha gaplashadigan bo'lib ketgan. Shu jihatlari bor. Endi juda ham mana 3 oy davomida bitta narsa bor. Endi siz butunlay insonni xarakteri yoki qaysidir o'sha nima deydi, o'zini skilllarini birdaniga 3 oy davomida rivojlantirib olish imkoniyati yo'q aslida. Endi ko'p work and travelda nimaligi ko'pchilik talabalar oladigan narsa bu mustaqil bo'lishni o'rganadi, mustaqil o'sha qaror chiqaradi. Aytganimdek, shu intizomni o'rganadi ko'p holatlarda va o'ziga bo'lgan ishonch ancha ortadi. O'sha tashkilotchilik jihatlari, boshqa jihatlari, shu joylari ortadi. Chunki u yerda tanishingiz yo'q, boshqa yo'q, o'zingiz qaror qilishingiz kerak-da. Keyin o'sha bitta vaqtda o'zida 5-6 ta davlatda sayohat qilish imkoniyati. 5-6 ta 10 tagacha farqi yo'q, qanchagacha xohlasa, xullas bilet topgan puli qanchaga yetadigan bo'lsa bemalol xarajat qilishlari mumkin. Lekin ko'pchilik talabalarimiz topgan pullarni asosan kontrakt to'lovlarini to'lashga ishlatishadi. Fazliddin bilan intervyuda o'sha men bir umr orzu qilardim, anaqaga Real Madrid muxlisiman. O'sha stadionga kirishda, o'sha Santiagoda bo'lishda aniqlardim. Xohlardim. Shu work and traveldan keyin o'sha ish jarayonlari yakunlangandan keyin o'sha avgust oyida o'sha Santiagoga borib, o'sha video tashlab qilishdi. Yo'q, ko'pchilik talabalar Parijga borib Eiffel minorasini ko'raman degan talabalarimiz bor edi. Ular borishdi o'sha Eiffel minorasiga. Ko'p talabalarimiz. O'zi abituriyentlarga ham, ota-onalarga ham, studentlarga ham eng qiziq savol bo'lsa kerak bu. Qanchadan
necha puldan necha pulgacha pul topish mumkin o'zi? Xo'p, talabalarimiz, men endi birinchi yil men o'zim olib borganman work and travel dasturiga talabalarni o'sha paytda birinchi yil ishlab kelgan talabalarimiz ichida 3000 yevrodan 6000 yevrogacha ishlagan talabalar bo'lgan. Endi u yerda soat bayda sizni bu yerdagi ko'nikmalaringiz qanchalik yaxshiligi va u yoqdagi aktivligingizga bog'liq. Ya'ni soat bayi to'langandan keyin uzr kechirasiz, soat bayi mehnatga qarab pul to'lanadi, ya'ni ish bayi pul to'lanadi. Qancha ko'p ishlasangiz shuncha pul topasiz, qancha kam mehnat qilsangiz shuncha kam pul topasiz. Keyin vaqt ham chegaralangan. Qanchalik darajada intensiv ishlasa, shuncha ko'proq pul xuddi shunaqa, shuncha mehnat, shu ish bayi deyapman-da. Qancha tez ishlasangiz, qancha yaxshi ishlasangiz ko'proq pul topasiz. Bu endi o'zingizga beriladigan imkoniyat. Lekin minimum shu 3000 yevrodan 6000 yevrogacha pul ishlab kelishgan 3 oy davomida. Shu Behruz degan bola 6000 yevro ishlagan. Soliqlarni chegirib qolgandan keyin qo'liga tekkani u 7000-8000 yevrogacha pul olgan, lekin qo'shimcha xarajatlarni olib qolib, qo'liga tekkani 6000 yevro bo'lgan. Demak, xususiy universitetlar qimmat, xalqaro universitetlar qimmat, kontraktini to'lagani sharoitim yetmaydi deganlarga bu ideal imkoniyat bo'lar ekan-da. Zo'r imkoniyat bo'ladi. Mana bu borgan talabalar ichida ham ko'ringlar. Mana masalan ro'yxatiga qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham mana shu kontrakt to'lashga imkoniyat bo'lgan talabalarimiz kelib aytishgan menga o'zlari, Elshod aka shunaqa work and travelga borib kontraktimni to'lamoqchiman, ketsam bo'ladimi degan. Lekin bizda o'sha tanlov ochiq, har kim ishtirok etishi mumkin yoki qanaqadir aynan kimdir ketsin degan ro'yxat yo'q bizda. Hamma topshirishi, tanlovda ishtirok etib, tanlovdan o'tib bemalol ketishi mumkin. Bunaqa talabalarimiz juda ham ko'p. Lekin mana shu work and travelga boradigan talabalarimiz asosiy qismi xuddi shunaqa talabalar. O'zlari Koreya, o'sha Finlandiyaga borib kontrakt to'lovlarini o'zlari ishlab kelib, o'zlari to'laydigan talabalar. Juda ham ko'pchilik shunaqa talabalar. Zo'r. Hozir 3 ta xalqaro dasturlar haqida gaplashdik: Exchange, Double Degree va Work and Travel. Hamma dasturda nima deydi, kerakli joylarni ochib berdik deb o'ylayman. Har bitta dastur, buni videoni kuzatib turganlar, ko'rayotganlar, qaysi dastur menga mos keladi degan savolga menimcha yetarlicha javob oldi deb o'ylayman. Endi mana siz 4 yildan beri studentlarda, har yili shu minglab studentlarni, yangi studentlarni qabul qilasiz, keyingi ikkinchi kursga olib o'tganda shu Nordikda atmosferasiga olib o'tasiz. Endi har yil 4 yildan beri takrorlanib turgan qanaqadir muammo sezganmiz. O'sha muammo hal bo'lsa edi, mana shu studentlar, abituriyentlar o'zlari maktablarida yoki o'zini fikrlashda, o'zini qarashda mana shu narsani to'g'rilab kelsa edi, o'sish osonroq bo'lardi. Ya'ni universitetdan ko'proq foyda olardi degan. Yaxshi, zo'r savol berdingiz. Endi bu menimcha eng og'riqli nuqtalardan bittasi. Endi men faqat talabalarni o'sha yuqorida aytganingizdek, noakademik faoliyatlar emas, akademik faoliyatlarni tashkil qilishda ham bevosita javobgarman-ku. O'qishlari, ularni ko'rsatishlari bilan bog'liq bo'ladigan masalalarda ham zo'r bo'lardi agar maktabda fundamental bilimlarni yaxshi o'qib kelishganlarida. Hech bo'lmasa matematika, ingliz tili, shunga o'xshash fanlarni juda ham yaxshi o'rganib kelishadigan bo'lsa, bu yerdagi fanlarni o'zlashtirish ancha oson bo'lardi. Chunki biz universitetimizda o'qish nisbatan qiyinroq, tan olish kerak. Hozir mana biz ko'plab dasturlarni aytyapmiz-ku, work and travel deyapmiz, student exchange dasturi deyapmiz yoki double degree dasturlari deyapmiz. Bular endi ikkinchi darajali edi aslida, lekin talaba bu universitetga o'qish uchun kiradi. To'g'rimi? O'qib, bilim olaman, ertaga mana shu universitetni bitirib, sifatli bilim bilan keyin o'sha mehnat bozoriga kirib boraman degan talabalarda asosan katta qismi shunaqa. Hozirgi gapingizga bitta qo'shimcha bor edi. Universitetda o'qib, Nordikda o'qib, yaxshi kadr bo'laman deb niyat qilib kelgan odamga o'qib bitirish oson. Lekin xususiy universitetda men shu borib kelib yoki bormasdan turib men bitirib olaman deganga juda ham qiyin. O'sha hozirgi aytmoqchi bo'lgan narsa fikrlashda nimalar o'zgartirib kelish kerak? Fikrlashda, qarashda birinchi navbatda hech kimga ishonmasdan kelish kerak. Nordikka agar Nordik nazarda tutayotgan bo'lsa degan bo'lsangiz, birinchi navbatda talaba mana shu o'ziga ishonch bilan va darslarni o'sha kamroq qoldiradigan bo'lib, bizda ko'p boshida birinchi kurs talabalar ayniqsa dars ko'p qoldirishadi, lekin 3-kursga o'tgandan keyin normallashib ketadi. Keyin kitob xollik bo'yicha ham juda ham ko'p muammolar bor bugungi kundagi yoshlarda. Bu ham Koreyaniki, bilasizmi? Jakopay. Lekin Koreyada chokopay yemasdik. Bir marta yemaganmiz. Bir marta tishlab yemaganmiz. Nimaga? Noto'g'ri narsalar bormi? Avaz?
Shunga-da. Bular shunaqa emasmikan? Tekshirmadim. Har doim tekshirib ko'rish kerak. Koreyada magazinga kirib nimadir olmoqchi bo'lsangiz, har doim orqasini birinchi o'qib ko'rasiz. Eng birinchi shopping shundan boshlanadi. Ya'ni yeydigan mahsulot olmoqchi bo'lsangiz, birinchi magazinga kirib, orqasida nima yozilganligini ko'rasiz. Tejikogi deydi, masalan, koreys tilida cho'chqa go'shti degani yoki yog'i bo'lishi mumkin. Lekin inglizchada yozgan bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, koreychada yozadi. Koreyda bo'lgani uchun koreychada yozadi. Uni ko'rasiz, agar shu yozuv bo'lmasa, keyin uni bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Mana jelatin ham cho'chqaniki bo'lishi mumkin-da. Bu yerda ham jelatin bor ekan ichida mana. Lekin peshvoy ekan bu. Endi baribir bilmayman nimaga shu koreyslar juda ko'p qo'shadi. Cho'chqa yog'ini, cho'chqa go'shtini, mahsulotlarni shirinliklarga ham qo'shib tashlashadi cho'chqa yog'ini. Nima kerak? Tez hazm qiladi deyshadi, lekin foydali tomoni hazm qilish osonroq bo'ladi deyshadi. Azdaki kelib qolgan. Azdaki kelib qolgan. Nechta podkast bor bugun? 3 ta. 3 ta. Kadr yaxshi chiqibdi, gap bilan aytaman. Savollarga javob topiladi. Ha? Umumiylashib qolganlarni parchalab ichga kirgan yaxshiroq. Ha, bo'pti, aytaverasizda, qarasizda. Shuning uchun shoshmasdan to'xtatib bemalol nima qilsalar ham bo'ladi, muammo yo'q. Hop, Yurishit aka, bu yili universitetga kelib turgan, Nordik universitetiga talaba bo'lib keladigan abituriyentlar o'zini fikrlashda, o'zini xayolida, o'zini maqsadlarida nimalar o'zgartirib kelish kerak, qanaqa qarash bilan kelish kerak. Shunda universitet unga ko'proq foyda beradi. Yaxshi savol berdingiz. Endi birinchi navbatda men yuqorida aytib o'tdim sizga, podkastdan oldin yoki keyin qachon bu gapimiz qo'yiladimi o'zi? Boya gapimizmi bo'ldi? Fundamental bilimlar. Bunga tegishli emasmi bu? Hozir gap fundamental bilimlarga ega bo'lib kelsa yaxshi bo'lar degan gapim. Men savol berganmidingiz unda? O'shandan joydan kesiladimi, hayotdan kesiladimi? Ha, o'shan boshidan aniq ko'ramiz aka. Ha, bo'pti, uni aytadigan bo'lsak, dunyo qarashlarida nima o'zgartirib kelish kerak? Xo'p, universitetga kiradigan, bu yil o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar universitetni o'sha tramplin vosita sifatida ko'rish kerak deb o'ylayman. Ya'ni kelajakka eshik ochib beruvchi nima deydi, bir boshqatdan aytaylik shuni. Savol emas, men javob boshqatdan aytay. Xo'p, bu yil o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar ga men misol uchun maslahat bergan bo'lardim. Mana shu universitetlardan maksimal foydalanishni o'zlariga maqsad qilib kelishsa. Chunki xususiy universitetlar soni bugun juda ham ko'p, raqobat juda ham kuchli va mana shu natijasida hamma universitetlar talabalariga juda ham yaxshi imkoniyatlarni o'sha taklif etishyapti. Mana shu imkoniyatlardan foydalangan holatda oldilariga aniq maqsad qo'yib, ya'ni misol yuqorida aytdik-ku, mana chet elga chiqish baribir kerak-da. Baribir chet elga chiqish juda ham ko'p foyda beradi talabalarga. Mana shu o'qiyman, kelajakda yaxshi bir kasb egasi bo'laman va mana shu universitetda ko'pchilik shu kungacha ham bor gapu, mana universitet bitirgan talabalarimiz ish topa olmasligi, universitet bitirgandan keyin boshqa davlatlarga ketib qolishlari bor masala-ku. Lekin o'qigan, ustida ishlagan va imkoniyatdan foydalangan talabalar uchun o'ylaymanki, hamma sharoitlar bor va hayotda ham o'zlarining o'rnlarini topishlari nisbatan osonroq. O'zi anaqasi bor-da. Siz ham o'sha har yili 4 yildan beri yangi studentlar qabul qilasiz. Bu muammo sizda ham bo'lsa kerak. Shu universitetga kirib olsam bo'ldi. Meni finishim universitetni bitirib zo'r kadr bo'lishimda emas. Mendagi finish universitetga kirsam bo'ldi degan qarash bor. Bu qarash o'sha universitetga bo'lgan prioritetni, universitetga bo'lgan qarashni ham ozgina aniq yomon holatga keltirib qo'yadi. Universitetga borsam bo'ldi, bitiraman. Shuni aytayapman-da. Xuddi shu, ya'ni universitetga o'sha diplom uchun kirish kerak emas degan masalani nazarda tutyapman. Universitetga kirmoqchi bo'lgan talaba o'zini oldiga aniq maqsad qo'yib, yaxshi o'qib, imkoniyatlardan foydalanadigan bo'lsa,
chunki bu hozir bergan savolingiz ham man sizga bundan oldin bergan javobimga yaqinroq o'zi o'shani davomiy mantiqiy davomi. Nima uchun universitetga talabalar diplom uchun kirsam bo'ldi deydi? Chunki ishonch yo'qligi uchun. Ikkita masala yoki kimdir ularga diplom bo'lsa ham ishga kira olmaysan degan narsani yo'lga maqsad qilib nima deydi? Kimdir ularga diplom bo'lsa ham ishga kira olmaysan degan demak masalani quloqlariga qo'yib qo'yishgan. Ular shu diplom olsam bo'ldi, shu diplomli bo'lish shu jamiyatda eng kerakli o'sha nima deydi jabhalardan bittasi deb tushunishadi. Ya'ni diplom bo'lsa bo'ldi, mayli qayerda o'qiganligi, qaysi sohani bitirganligi aniq emas. Ertaga ishga kirishim uchun, uylanishim uchun yoki kimdir so'raganda o'qiganman deshim uchun, o'qiganman desam bo'ldi degan ma'noda diplom uchun kiradigan talabalar bor. Ya'ni abituriyentlar bor. Ikkinchi segment bu o'sha diploming bo'lsa bo'ldi, o'zim ishga kirgizib qo'yaman deb ishonch berilgan, shu motivatsiya berilgan abituriyentlar bor. Men shunga aytmoqchimanki, mana shu universitetga kirib o'zlariga ishongan holatda haqiqiy bilim bo'lmasa ertaga ish joyiga borganingizdan keyin ham juda ham ko'p muammolarga uchraysiz. Bu aniq holat. Buni hamma biladi, to'g'rimi? Agar sizda bilim va ko'nikma bo'lmasa, sizni yaqiningizga ishga kiritib qo'ygan bo'lsa ham baribir vazifani bajara olmasangiz, sekin-sekin hammani ko'ziga yomon ko'rish boshlaysiz va sizga hech kim o'sha e'tibor ham qilmay qo'yadi. Ishingizdan ham ayrilasiz. O'zi universitet tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Universitet tanlashda deganim, masalan, abituriyent birinchi o'ringa anaqani qo'yib olish kerak emas. Biz ikki xil anaqalar bor, abituriyentlar bor. Bittasi men davlat universitetiga kiraman, davlat universitetiga kirmasam, keyin mayli частный universitetlarga yoki boshqa xalqaro universitetlarga qarab ko'raman. Ikkinchi toifadagilar bor, ular nima qiladi? Yo, meni maqsadim shu kadr yaxshi moliyachi bo'lish, aytaylik, yoki yaxshi biznes boshqaruvidagi yaxshi bitta rahbar bo'lish meni maqsadim. Endi qaysi universitet, qaysi yo'nalish unga olib boradigan bo'lsa, o'shani tanlayman, okey deydi. Ya'ni bir xil ko'radi unga. Shu masalada nima deysiz? O'zi asosiy anaqa prinsiplar qanaqa bo'lishi kerak universitet tanlashda? Universitet tanlashda eng birinchi navbatda sifatga urg'u berish kerak. Ya'ni o'sha dars jarayonlarida demak u yerdagi o'sha universitetdagi o'qituvchilar jamoasini o'rganish kerak. Dars sifatini, infrastrukturani o'rganish kerak bo'ladi. Chunki talabalarda hozir bu imkoniyat bor. Xohlagan xususiy universitetingizga yoki davlat universitetiga borib, sharoitlar bilan tanishingiz bo'ladi. Hech bo'lmaganda call centerga telefon qilib ma'lumotlar so'rab olsangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun o'zi o'qishga kerak bo'ladigan talabani sifatli kadr bo'lish uchun kerak bo'ladigan mana akkreditatsiyadan o'tganda ham tekshiriladigan jarayonlar bor-ku. Mana o'qituvchilar jamoasi, to'g'rimi? Salohiyati deymiz, to'g'rimi? Keyin o'sha kutubxonadagi imkoniyatlar, kitoblarning borligi va o'sha sifat. Hop, masalan, men abituriyent bo'ladigan bo'lsam, bu yil 11-sinf bitiryapman, abituriyentman. Aytaylik, tatuga topshirmoqchiman. Tatuga topshirishdan oldin o'sha tatuda o'qiydigan birorta akamdan boshqa joylardan tatu qanaqa, tatu zo'rmi deb so'ramasdan, tatuda dars jarayonlarida zerikib qolmaymanmi? Zerikarli dars o'tmaydimi? Menga rostdan to'g'ri bilim bera oladimi, yo'qmi degan savol berishim kerak. Ya'ni universitetda necha mingta student o'qiydi yerda, keyin qanchalik katta zdaniyasi bor, qaysi metroning oldida joylashganmi yo'qmi? U savollar o'sha ikkinchi, uchinchi darajali. Eng muhimi to'g'ri bilim bera oladimi yo'qmi degan savol. To'g'ri e'tirof etdingiz. Mana shu aytganingizdek to'g'ri bilim berish, u yerda yaratilgan infrastruktura va talabalarga berilayotgan imkoniyatlar, qo'shimcha imkoniyatlar. Mana shular o'ylaymanki, eng asosiy omillardan bittasi universitet tanlashda. Chunki aytdim, yuqorida ham aytdim, chet elga ketish bu qo'shimcha imkoniyat. Agar zo'r bo'lsangiz, haqiqatdan talablarga javob bera olsangiz, tilni biladigan bo'lsangiz, bemalol borib chet elda o'qib, ko'nikmalar shakllantirib kelavering. Bu ertaga sizni ish topishingizda ham juda ham katta rol o'ynaydi, plus bo'ladi sizga. Lekin shu yerda qolib chet elga ketmasdan, misol uchun bo'ladi, qizlar bor, to'g'rimi? Ota-onalar ruxsat bermaydiganlar, imkoniyat bo'ladigan bo'lsa ham, kimdir hech qanday xavf sezmagan taqdirda ham shunchaki ruxsat berishni xohlamaydigan ota-onalar ham bor. Bitta so'z bilan aytganda, abituriyent davlat universiteti bilan, masalan aytaylik, Nordic universitetini yoki umuman xususiy xalqaro universitetlarda bir xil darajada qarashi, ya'ni orzu maqsadlariga qaysisi yetkazib olib boradi degan jarayonda davlat universitetlari bilan xalqaro universitetlarni bir xil etapga qo'yishi bu ideal tanlov anaqasi. Endi davlat nuqtai nazar, endi davlat universitetlari bilan xususiy universitetlarni solishtirish nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsangiz, unda hech qanaqa farq sezilmaydi aslida. Lekin kelajak uchun strategiya qiladigan bo'lsangiz, mana shu universitetlar tomonidan beriladigan imkoniyatlarni o'rganish tavsiya etiladi. Misol uchun, hamma davlat universitetlari ham bugungi kunda xususiy universitetlar beradigan imkoniyatlarni bermaydi.
yoki davlat universitetida bor imkoniyat xususiy universitetlarda bo'lmasligi mumkin. Qaysilardir zo'r davlat universitetlari bor-ku, endi hammamiz o'qishga kirishni orzu qilgan universitetlar bor, otaxon universitetlar bor-ku. Xuddi shu nuqtai nazardan talaba agar o'zi uchun keyingi 5 yillik strategiya tuzib oladigan bo'lsa, abituriyentdan o'qishga kiraman, o'qishni bitiraman, keyin ishlayman degan strategiya tuzib oladigan bo'lsa va o'sha strategiyalarning ichida o'sha shaxsiy rivojlanish, o'sha global darajada o'sha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish imkoniyatlarini o'rganib ko'rish, men o'ylaymanki, talabalar uchun juda ham zo'r foydali bo'lardi. Xo'p, abituriyent davlat universitetlari bilan xalqaro xususiy universitetlarni bir xil darajaga qo'ydi. Endi u yog'iga e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan bittasi bu kontrakt summasi. Bu masalada nima deysiz? O'zini orzu maqsadlaridan kelib chiqib qo'ygan birinchi etapga o'shani qo'yish kerakmi yoki kontrakt narxini sabab o'zini orzularidan ketishi? Bular haqida nima deya olasiz? O'zingizda qanaqa bo'lgan shu bu masalaga qaytishdan oldin siz o'zingizga bitta ko'radigan bo'lsak, sizda nima qanaqa prinsiplarga tayanib universitet tanlagansiz, yo'nalish tanlagansiz? Endi men o'zim qiziqishlarimdan kelib chiqib tanlaganman. Misol uchun bakalavriat yo'nalishda, marketingda, magistraturada, iqtisodiyot, chetda keyin o'sha xalqaro savdo bo'yicha, kiber ta'lim bo'yicha o'qiganman. Lekin kontrakt to'lovi to'g'ri, endi mana har kim sharoitdan kelib chiqib qaror qabul qiladi, lekin kontrakt to'lovining qimmatligi bilamizki, mana bozor nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, to'g'rimi? Sizga taklif etilayotgan imkoniyatlar bilan o'lchanadi. Siz universitetni bitirib, qaysidir mana to'g'ri arzonroq universitetda o'qib, o'sha yerda diplomini olib, ertaga keyin yana boshqatdan noldan boshqa yo'llar orqali o'z maqsadlaringizga erishishga harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Yoki o'sha xususiy universitetda to'g'ri kontrakt nisbatan qimmatroq, menimcha shunga urg'u qilyapsiz. Xususiy universitetlarda o'qib, mana shu imkoniyatlardan vaqtni kechiktirmasdan foydalanish imkoniyati ham sizda bor. Men endi, конечно, ikkinchi yo'lni tavsiya qilgan bo'lardim talabalarga, chunki birinchidan vaqt yo'qotmaysiz, ikkinchidan ishonchlilik nuqtai nazaridan, uchinchidan xavfsiz, ya'ni chetga ketib exchange student bo'lib qaytib kelgan taqdiringizda ham yoki o'qiy olmay qaytib kelgan taqdiringizda ham bu yerda, misol uchun o'qishingizni qaytadan tiklab, kelgan joydan davom ettirish imkoniyati bor-da. Tushunarli. Siz o'zingizda mana birinchi yili marketing yo'nalishiga kirganmisiz? Bundan podkastdan oldin, adashmasam 1 yil oldin o'sha tanlovda adashmaslik formulasi nomli qilganmiz, webinar qilganmiz. O'sha webinarda meni esimda qoluvdi. O'sha narsa ham menimcha boshqalarga qiziq. Ya'ni birinchi yil universitetga kira olmaganlar bor. Adashmasam, xuddi shunaqa vaziyat sizda ham bo'lgan. To'g'ri, birinchi yil o'qishga kira olmaganman. Birinchi yili Ichki ishlar akademiyasiga o'zi o'qishga topshirganman, chunki oilamizda onam yurist bo'lib ishlaydilar, keyin meni ham akalarim ham xuddi shu sohada, shu xavfsizlik sohasida ishlashgan. Ya'ni shuning uchun ham meni ham mana shu harbiy sohada yoki shu yurist bo'lishimni xohlashgan. Men o'zim chunki yuridik kollej bitirganman-da, Toshkentdagi birinchi yuridik kollej bitirganman. Keyin Ichki ishlar akademiyasiga topshirganman, lekin o'zimga yoqtirmasdan topshirganman. Xohlamaganman o'qishga kirishni va o'qishga kira olmaganman. Chunki xohish istak bo'lmagan, o'zi rostdan ham. Keyin Rossiyaga ketganman. Universitetga unda emotsiya qanaqa bo'lgan? Bo'ldi, o'qimayman. Rossiyaga ketdim, nega? Mendagi holat, lekin bo'ldi, o'qimayman emas. Mendagi holat boshqacharoq bo'lgan. Men o'qishga kira olmadim, hali vaqtim bor-ku degan tushuncha bo'lganman-da. Hali endi o'qishni bitirdim, birinchi yil kira olmasa hech narsa emas degan xayol bilan yurganman. 1 yil yutqazim-da degan xayol bilan yurganman. Keyin vaqtdan bekor foydalanmaslik uchun va uydagilarning fikri o'zgarishi uchun Rossiyaga ketish men uchun yaxshi variant bo'lgan. Chunki men o'zim umuman aytganimdek mana shu iqtisodiyot, biznes, marketing yo'nalishlarida o'qish xohlaganman. Lekin keyin Rossiyaga ham borib ishlashga ketganman, o'zi to'g'riroq u yoqqa. Ishlolmasdan qaytib kelganman, yosh bo'lganman. O'sha meni ham o'sha yoshligim, maktabni endi bitirgan bo'lgan, 17 yosh bo'lganman. Endi 18 ga kirgan, xullas borganimdan keyin men 1-oktyabr tug'ilgan bo'lsam, 31-sentyabr kuni borganman. Ertasi kuni 1-oktyabrda 18 ga to'lishim kerak bo'lgan. To'g'rimi? Keyin shu masala bilan 18 ga kirgan kuni xullas Rossiyada bo'lganman, ishlashga harakat qilib ko'rganman, ishlay olmaganman. Undagi vaziyatligini ish qila olmaganligimdan emas, u yerdagi muomala misol uchun menga yoqmagan, chunki ko'nikmaganman. Uyda erkak bo'lib o'sganligim uchun
o'sha bu yerda menga nisbatan bo'lgan muomalani men to'g'ri qabul qila olmaganman, yosh bo'lganman. O'qimasam bo'lmaydi degan. Keyin o'qish kerak ekan degan shunda shakllangan. Keyin mana yuqorida men sizga aytib o'tdim-ku, Koreyaga borib mustaqil bo'lishim kerak edi degan menda o'zimga challenge qo'ydim dedim. Mana shu narsa ham menga turtki bo'lganda. Chunki mana shu uyda erkak bo'lib o'sganligim uchun ham, ko'p mehnat qilmaganligim uchun ham akalarim ham ko'p tanbeh berishardi-da. Sen xullas og'ir mehnatga yaramaysan degan gapni ko'p gapirishgani uchun ham men shu Koreyaga borib ishlaganimda ham Koreyada o'qishdan tashqari ishlaganimda aynan qurilish sohasida ishlaganman. O'sha og'ir mehnat qilganman. Nimaga? Mana shu bilim, tajriba, ko'nikmaga ega bo'lay, o'sha experience olay, odamlar bilan muloqot o'rganay, chet elga borgandan keyin mana qanaqa qilib u yerda ko'nik adaptatsiya qila olaman. Umuman hech kim yonimda hech kim bo'lmasin, tanishim, bilishim hech kim bo'lmasin, o'zim harakat qilay degan tushuncha bilan harakat qilganman. Shu jihatlar lekin zo'r bo'lgan. Qancha yurgansiz Rossiyada? Rossiyada 1 oyga yaqin. 1 oyga yaqin, lekin ish jarayon juda qiyin, og'ir ish emas edi o'zi aslida. Hech qanaqa muammo ham yo'q edi, rus tilini ham yaxshi o'sha paytda. Umuman yashashda ham, u yerdagi sharoitda ham muammo yo'q edi. O'sha yoshligim 1 oydan keyin qaytib kelgansiz. Men 1 oydan keyin qaytib kelib, yani repetitorga borganman, ingliz tilini, rus tilini, yana ham kuchaytiraman deb. Keyin o'sha sport bilan shug'ullanishni boshlaganman. Vaqt chunki bemalol bo'lib qolgan. Repetitorga borsangiz ham haftada 3 kun-ku o'zi odatda. Ikkita repetitorga borsangiz ham baribir yana kechqurun 2 soatdan keyin vaqtingiz bemalol bo'ladi. Bekor yurmaslik uchun shu sport bilan shug'ullanib, o'zim ya'ni shu universitetga tayyorlash boshlaganman. Keyin shu Toshkent davlat texnika universitetiga tayyorgarlik ko'rish boshlaganman. Uydagilarning fikrini o'zgartirib, shu marketing yo'nalishida o'qiyman. Bu yangi soha, o'sha payt 2013-yillarda marketing endi to'g'ri undan oldin ham bo'lgan, lekin marketologlar hozirgidek rivojlanib ketmagan edi. O'sha paytlarda men uchun yangi soha deb shu yo'nalishda o'qiyman deb. Lekin o'zim juda ham qiziqaman marketingga. Juda ham ko'p kitoblar, boshqalar o'qib va maqsadga erishganmiz. Zo'r. Xo'p, ota-onalarning fikri qanchalik darajada universitet tanlashda, yo'nalish tanlashda muhim. Universitet tanlashdan ham ko'ra yo'nalish tanlashda. O'sha hozir siz aytganingizdek, baribir o'zingiz qiziqishlaringizga borib taqilgan ekan. Sizni anaqaysiz. Nima deydi? Karyera kartasi deydimi? Endi ko'p anaqalar bor, ota-onalar bor. Yo'q, sen shu IT yo'nalishida o'qiysan, yo'q, o'zi biznesga qiziqsa ham ITda o'qiysan yoki doktor bo'lasan, sen majburlab qo'ydi. Adashmasam shunaqa studentlaringiz bor, musiqada o'qib, undan keyin biznes yo'nalishida, iqtisodiyot yo'nalishida yaxshi o'zgarib ketgan. Keling, o'shani bitta studentdan qasddan misolda oladigan bo'lsak. To'g'ri. Student misolda oladigan bo'lsak, mana ko'plab talabalar bor. Misol uchun mana Jahongir degan talabamiz bor edi. Gitara chalib hamma ko'nglini oladigan bolamiz bor. U ma'lumot uchun meni bitta qo'shnim bilan muzikalniy anaqada kollejda birga o'qishgan ekan. Kollejda musiqani bitirgan. To'g'ri aytyapsiz. Keyin bu yerda lekin iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha o'qishga topshirgan va iqtisodiyot yo'nalishida o'qiyapti hozir ham. O'shani aniq ko'rganmisiz, o'rganib ko'rganmisiz? Nimaga o'zi musiqa kollejiga kimlar oladi desa, musiqa maktabida o'qiganlar oladi. Bu degan 6 yoshdan musiqachilik yurganda kimdir seni muzikanchi qanday qiziqtirib olib borgan musiqa maktabiga, ota-onasi sababchi bo'lganmi, seni muzikant qilamiz deb. Bu yog'i universitetda iqtisodiyotda o'zi xohlagan yo'nalishda o'qiyapti. To'g'ri, endi to'g'risini aytsam, men bu bo'yicha juda ham o'tirib batafsil gaplashmaganman. Nima uchun aynan musiqa kollejiga borgani, nima uchun musiqa yo'nalishini tanlaganligi to'g'risida batafsil o'tirib gaplashmaganman, lekin undan keyingi maqsadlari bo'yicha gaplashganmiz. Birinchi o'qishga topshirgani kelganda ham, o'qishga kirgandan keyin ham men o'zim Jahongirni misol uchun necha marta chaqirib, o'zi boshqa talabalarni ham xuddi shunaqa chaqirib, keyin sen bilan birgalikda strategiya tuzamiz. Misol uchun maqsad qo'yamiz oldimizga. Chet elga ketish masalasimi yoki student exchange work and travelmi, keyin oldimizga maqsad qo'yamiz va shu bo'yicha birgalikda harakat qilamiz deb boshlaganmiz. Jahongir bilan ham ko'p birgalikda mana shunaqa o'tirib gaplashganmiz ancha vaqt. Keyin work and travelga yuborish masalasini o'rgandik. Work and travelga borib keldi. Lekin o'sha yerda o'rgangan musiqada olgan bilimlari lekin Jahongirga qo'l keldi-da. Bu skill-da, chunki to'g'ri, musiqa bilish bu mahorat. Gitara chala olish, qo'shiq ayta olish mahorat. Work and travelga borgandan keyin Jahongir u yerda Finlandiyada ishladi, pul topdi. Undan tashqari u o'zi ham juda ham kirishimli bola-da. Tashkilotchi bola, o'sha yerdagi Turkiya fuqarosi bo'lgan insonlar bilan tanishib qolib, Finlandiyada bilsa keyin ular u yerda o'sha kafelari bor ekan, o'shalarning kafesida gitara chalib,
qo'shimcha pul ham ishlab kelgan Jahongir o'sha paytda. Bilishim bo'yicha keyin uni chaqirgan 2-3 marta kel o'sha yerda ishla. Lekin o'sha paytda Jahongir bitta narsa aytgan edi menga. Aka, men bordim, Finlandiyaga ishladim. Finlandiyada ishlab, men o'sha bitta restoranda gitara chaldim. O'sha turk aka ekan, o'sha bilan zo'r bo'lib qoldik ikkalamiz. Xullas men kechqurun ishga bordim. Kechqurun soat 9 da bordim. Ertalab 3 gacha gitara chaldim. 160 yevromi berdi menga degan edi. Adashmasam, summasi eslolmayapman. Hozir aniq qanchalik? 100 yevrodan ko'p pul bergan xullas. Keyin ertasi kuni borganda charchab qoldim, chunki ertalab yana ishga ham chiqqanda o'zini work and travel dasturi bo'yicha ketgan, ishlash kerak. Ishga chiqib, keyin charchab qolgan. O'shanda aytgan edi, turkiyalik aka ko'rdingmi? Men senga misol uchun 160 yevro pul berdim. Yaxshi pul topding. Lekin sog'lig'ingga qara endi, men misol charchab qolding. Bir kundan keyin o'sha yaramay qolding, mamda ishlashga, jennoy ishlashga o'sha bo'lmay qolding. Masala shundaki, bu qora mehnat orqali topiladigan pul vaqtinchalik. Undan ko'ra o'qisang, ertaga bundan ham ko'proq pul topasan. Hammani o'zining momenti bo'ladi va mana shu moment kelganda senga ko'plab imkoniyatlar taqdim etiladi. Hozir lekin o'zingni o'qqa urib, ertalabdan kechgacha bunaqa pul topaman deb ko'p harakat qilmagan, ya'ni butun umrini qora ishga bag'ishlab ketmagan. Ya'ni o'qishga kirding, o'qishingni o'qi, bitir, diplomingni ol, diplom yo'nalishi bo'yicha ishga kir, sabr qilib tur, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qora ish orqali hozir ko'proq pul topasan ham, lekin sog'lig'ingga qaragan, qanday ahvolga tushib qolding deb aytganda menga aytib bergandi kelgandan keyin. O'zi ota-onalar masalan o'zini farzandiga yo'nalish tanlab berayotganda ham asosiy faktorda o'sha kelajakda topadigan oyligiga, daromadiga bog'lab tanlashadi deb o'ylayman. Masalan, o'sha musiqa yo'nalishini tanlab berayotgan paytda ham endi bu studentni tarixida qanaqa bo'lgan aniq bilmayman, lekin umuman tashqaridan qaraydigan bo'lsak, ko'p anaqalarga musiqa yo'nalishida o'qiydiganlarga o'sha musiqa maktabiga o'zini anaqasi olib borgan, dadasi yoki kimdir olib borgan. Nimaga olib borgan desa, o'sha payt qanaqadir zo'r qo'shiq chiqqan, yaxshi pul topgan, o'sha yaxshi konsertlar bergan boshqalarga yoki buxgalteriya yo'nalishiga yoki bankchi yo'nalishiga olib kiradigan bo'lsa, bitta o'shani dadasini yoki tanishini o'sha bankda ishlaydigan, zo'r daromad qiladigan tanishi bo'ladi. Xuddi shunaqa, to'g'ri aytyapsiz. Jamiyatdagi o'sha yashaydigan insonlarni hozir anaqalarga futbolistlar ko'payib ketdi-ku. Futbolistlar ko'payib ketdi, boksyorlar ko'payib ketdi, shaxmatga boradiganlar ko'payib ketdi. Shaxmatga ham endi yaqin 1 yillarda ko'payib ketsa kerak, trend bo'ldi. To'g'ri, ha. O shunaqa o'zi jamiyat, hamma jamiyatda ham shunaqa deb o'ylayman men. Sekin-sekin o'sha yerdagi qaysi yo'nalishda ko'proq pul beriladigan bo'lsa, mana oldinlari neft gaz yo'nalishida o'qiydiganlar ko'payib ketgan edi. Siz neft gaz sohasida yaxshi oyliklar bo'lganligi uchun o'sha yo'nalishda o'qiyman deganlar soni oshib ketgan edi. Hozir Navoiyda bor, adashmasam eng asosiysi. Navoiy konchilik. Yo, Toshkent davlat texnika universitetida ham bor, neft gaz yo'nalishi. Qashqadaryoda bor edi. O'sha Navoiydagi o'sha fakultetga kirish mali eng yuqori ekan hozir. Endi u faqat bu nuqtai nazardan emas, endi o'sha yerdagilarning asosiy ish joyi shu bo'lganligi uchun ham menimcha shuni boshqa joyga borib ishlashni xohlamaganligi uchun ham ahamiyat kasb etsa kerak deb o'ylayman. Endi bilamiz, ko'pchilik qiziqadigan yo'nalishlarga, masalan, iqtisodiyot yo'nalishiga yoki o'sha yurisprudensiya yo'nalishiga, keyin yana qanaqa yo'nalishlar bor? Moliya yo'nalishi bor. Ularda o'sha davlat universitetlarida juda ham kam talabalar qabul qiladi. Abituriyentlarda kam anaqa bor, imkoniyat bor. O'sha mashhur yo'nalishlarga kirishga. Lekin xususiy universitetlarda bu ozgina ko'proq. Masalan, yurisprudensiyaga 1 yilda O'zbekiston bo'yicha 200 ta student qabul qilinadigan bo'lsa, davlat universitetlarida sanoqli xususiy universitetlarda ham o'shunaqa imkoniyatlar bor. 200 ta yoki 500 ta bo'lishi mumkin. Endi ota-onalarda bitta anaqa bor. Qo'rquv bor. Buni diplomi o'tadimi, yo'qmi degan. O'zimiz uchun bilamiz, siz bilasiz buni. Bitirganlar biladi. Masalan, ishlashyapti hammalari. Endi buni bu videoni kuzatib turgan, bu podkastni ko'rib turgan yoki umuman shunaqa e'tirozi, shunaqa qo'rquv bor bo'lgan ota-onalarga qanaqa yetkazsak, qanaqa to'g'ri tushuntirsak bo'ladi. Sizda ham offlayn o'zi kelib so'rashsa kerak yoki ko'rgan juda ham ko'p so'rashadi, hozirgacha so'rashadi, lekin sekin-sekin bu so'rovchilarning soni yildan-yilga kamayib boryapti. Chunki xususiy universitetlar o'sha viloyatlarda ham ochilib ketyapti. Juda ham ko'p universitetlarda bitiruvchilar chiqdi. Mana o'tgan yili, bu yili
aynan Nordik universiteti misolida oladigan bo'lsak, mana biz birinchi yili 640 nafar talaba bitirdi bakalavr yo'nalishida, keyin 750 nafar talaba bitirdi va xudo xolasa mana shu yil yozda ham 2000 dan ortiq talabalar o'qish bitirish ko'zda tutilyapti. Mana shu bizni universitetimiz bitirgan 750 va 640 nafar talabalarning 90% ish bilan ta'minlangan, ya'ni ishlashyapti. Ota-onalar agar so'rab kelsa, mana shu real kes ko'rsatgan bo'lardim. Mana shu bitirgan talabalarimizdan so'rab ko'ring, ishlashyapti, hech qanaqa muammo bo'lmadi degan ma'noda. Chunki bo'ldi, bu tushuncha sekin-sekin menimcha yo'qolib borsa kerak. Bemalol qo'rqmasdan xususiy universitetlarga farzandlarini topshirtirishlari mumkin. Butun dunyoda ham bilasiz, rivojlangan eng zo'r universitetlar hammasi xususiy universitetlar bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri, xavf bor. O'shanday xavf bo'lgan paytda hech bo'lmasa oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga telefon qilib, o'sha universitet haqida ma'lumot olib qo'ysa ham bo'ladi, agar juda ham xavotir olishadigan bo'lsa, haqiqatdan litsenziyasi bormi, diplom o'tadimi degan savollar bilan murojaat qilsa, balki endi demoqchi bo'lganim o'sha nazorat qiluvchi organdan kimdir savollariga mas'ul shaxs javob beradigan bo'lsa, balki ishonchlari yana ham ortar. Yoki ularning veb-saytida ham mana shu xususiy universitetlar ro'yxati turibdi, ko'rib tekshirib olishlari ham mumkin bo'ladi. Hop, o'tgan yilgi bitirgan biz bitiruvchilar bilan davlat universitetini bitirgan bitiruvchilarning diplomi o'rtasida qanaqa farqi bor? Hech qanaqa farqi yo'q. Demak, diplomda ko'rinishda farq bo'lishi mumkin faqat, lekin diplom o'tish masalasida, qabul qilinish masalasida hech qanday farq yo'q. Bu o'sha konstitutsiya bilan himoyalangan xususiy universitetlar va davlat universitetlari shu mavqe bir ekanligi, ya'ni diplom masalasida bir ekanligi hech qanday ya'ni muammo keltirib chiqarmasligi kerak. Yana bitta qiziq statistikaga ko'zim tushdi. Umuman частный universitetlar, xususiy universitetlar yo'q bo'lgan paytda davlat universitetining bitiruvchilarini ish bilan ta'minlanish konversiyasi 40% edi. Ya'ni har 10 tadan 4 tasi universitetni bitirgandan keyin birinchi yildayoq ish topadi. Bu statistika xalqaro Nordik universitetining bitiruvchilari o'rtasida 90%, ya'ni har 10 tadan 9 tasi ishli bo'ladi. Ishli bo'ladi, to'g'ri. Ishli bo'lgan. Ishli bo'lgan, 90% dan ham yuqoriroq aslida. 93-95%. Mana bu yil lekin 90%. Chunki talabalar soni ko'pligi uchun. 2000 nafardan oshganligi uchun. Zo'r. Mana siz 4 yildan beri dekan bo'lib ishlar ekansiz, o'sha studentlar bilan ishlar ekansiz. O'sha universitetga kirib olsam bo'ldi. Bu yog'ini bunaqa bitirib olaman deb Nordik universitetiga kelgan u. Lekin hayoti butunlay o'zgarib ketgan. Qaysi studentni aytib bera olasiz? Nordik universitetiga kelib hayoti butunlay o'zgarib ketgan talabalarmi? Endi bular juda ham ko'p. Qaysi birini aytib bersam ekan? Hozir bittasini aytsam boshqa xafa bo'lib qolmasmikan? Yo, shu universitetga kirsam bo'ldi deganda u. Misol uchun mana Charosni misol qilib olaylik. Mana Charos bizga o'qishga kirgan, to'g'rimi? Yaqinda mana prezident stipendiyasi sohibasi bo'ldi. Charos lekin bu narsani kutmagan. O'zi bilan ham gaplashib ko'rsangiz bo'ladi. Aynan mana shu maqsadi bo'lmagan uni. Prezident stipendiyasiga topshirish maqsadi ham bo'lmagan. Lekin undagi o'sha ishtiyoq ko'rib, men o'zim ham chaqirib birgalikda ishlaylik, tayyorgarlik ko'raylik degan ma'noda unga taklif bergandan keyin o'zini ustida ishlab, harakat qilib, mana shu maqsadga erishgan. Endi bilasiz, bu juda ham nomdor stipendiya, nufuzli stipendiya, prezident stipendiyasi. Undan keyin magistraturaga bemalol grant asosida xohlagan o'sha o'zini yo'nalish bo'yicha o'qishlarga, davlat universitetlariga ham bemalol grant asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'ylaymanki, mana shu jihatdan Charosni hayotida ancha o'zgarish bo'ladi kelajakda, nasib bo'lsa, ya'ni kasbiy faoliyatida. Demak, Nordik universitetiga kelganda u shu universitetda endi boricha o'qib, nimalarlar qilib bitiraman degan xayol bilan kelgan. Undan keyin imkoniyatlarni ko'rib, yo endi boricha bitiraman degan xayollar bilan Charos aktiv talaba, yaxshi o'qiydigan talaba, o'z kursdoshlariga nisbatan ham o'zi ancha yaxshi o'qiydi, intiluvchan, baholari 5, lekin unda stipendiyat bo'laman degan xayol yo'q edi yoki maqola yozib qanaqadir maqolalarimni chiqaraman degan xayol bo'lmaganligi. Shunaqa umuman aktiv bo'lmagan shogirdingiz bormi? Aktiv bo'lmagan shogirdlarni kelgan payt shunaqa bo'lgan. Keyin bitta imkoniyatlar ko'rib, boshqa studentlarni ko'rib o'zgargan. Bunaqa shogirdlarimiz juda ham ko'p. Fotima Zuhrani o'zini oladigan bo'lsangiz, misol uchun eng yorqin misol bo'la olsa kerak. Fotima Zuhra ham mana bakalavr yo'nalishiga o'qishga kelib, mana xudo xolisa bu yo'llar o'qishni bitirishadi. Mana Germaniyaga ketishyapti. Fotima o'zi mana vizasini olib bo'lgan. Universitetdagi imkoniyatlardan menimcha eng ko'p foydalangan talabalar ana Fotima Zuhralar bo'lsa kerak deb o'ylayman. 3 marta adashmasam work and travelga borib kelishdi ular. Undan tashqari boshqa bo'ladigan har qanday o'sha volontyorlik tadbirlari deymizmi, katta o'sha universitet tomonidan o'tkazilgan festivallarning hammasida faol bo'lishdi.
Bu ko'p, bunaqa talabalar juda ham ko'p. Chunki aynan bitta endi 1000 nafar talaba o'qisa universitetda bitta ikkita talabaga e'tibor qaratmaysiz. Bitta kelganda ko'pchiligiga, men misol uchun o'zim ham dars o'tganim uchun ko'p talabalarni chaqiraman. Kelinglar, birgalikda ishlaylik. Misol uchun kimdadir qanaqadir reja bo'ladigan bo'lsa aytinglar. Dekan sizlar uchun har doim ochiq. Har qanday taklif, tashabbus bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelinglar, suhbatlashamiz. Agar qanaqadir maqsadinglar bo'lsa, men sizlarga yordam beraman. Kelib, o'zinglarni misol uchun rejalarni aytadigan bo'lsanglar, men qanaqadir bilim ko'nikma ega bo'lsam, shu bo'yicha sizlarga yo'lroq ko'rsatib boraman. O'zim bilmaydigan bo'lsam, boshqa ustozlardan kerak bo'lsa maslahat olib, sizlarga yordam berishga harakat qilaman, doimo chaqiramiz. Juda ham ko'p talabalar misol uchun mana Madinani bilasiz, sizlarda marketing yo'nalishida o'qiyapti. Marketing yo'nalishida ishlayapti sizlarda. Madina ham boshqa universitetga perevod qilib ketgan o'zi aslida. Lekin Nordik universitetiga kirgan, keyin Narxozga perevod qilib ketgan, lekin hozirgacha deyarli har kuni shu Nordikda nima tadbir bo'lsa, Madina tayyorda kelib turaveradi. Ya'ni bu yerdagi muhit Madinaga yoqadi. Universitetdan perevod qilib ketishning asosiy sababi ota-onasi xohishi bo'lganligi uchun, ya'ni Narxozni bitirishni xohlaganligi uchun u yerga perevod qilishgan. Lekin o'zini xohish istagi Nordikda o'qish bo'lganligi uchun ham o'qish bitirgandan keyin ham mana hozir kelib bizga ishga kirdi. O'qiyotgan paytida ham deyarli hamma tadbirlarimizda kelib o'zi ishtirok etib, faol bo'lib, o'qituvchilar bilan ko'rishib, gaplashib yurardi-da. Ko'rgani kelardi, ko'p kelardi. Bunaqa talabalar juda ham ko'p. Perevod qilish mana misol uchun bitta qizimiz bor edi, hozir ismlari esimga kelmayapti. Ota-onasi xullas, yana bir talabamiz bor, ularni misol uchun ota-onalari boshqa universitetga perevod qilishi taklif qilgan, ya'ni Jahon tillari universitetiga adashmasam, hujjatlarini ko'chirib o'tkazgan deb aytgan. Lekin talaba hujjatlarini qaytarib olib kelib, Nordikda o'qishni davom ettiryapti. Nordikda qolish xohlaganligi uchun. Endi bu ham shu bu yerdagi muhit birinchi navbatda. Bitta narsada mana biz universitetimiz yutuq tomoni nimada deb aytadigan bo'lsak, talabalar o'rtasida bevosita mana biz volontyorlikni juda zo'r shakllantirganmiz-ku. Keyin mana shu volontyorlikda bilasiz, yo'nalish talabalari turli xil bosqichda o'qiydigan talabalardan tanlab olinadi, ya'ni volontyorlar. 1-2, 3, 4 kursda o'qiydigan talabalar orasidan tanlab olinadi. Keyin bizda orientation week bo'ladi, bilsangiz, o'quv yili boshlanishida. Keyin boshqa klublar, tadbirlar borki, bizning yutuq tomonimizdan bittasi mana shu muhitni zo'r yaratganligimizda, ya'ni talabalar kelishganda o'zi aynan Nordik universitetiga kelgan talabalar birdaniga o'zlari do'st orttirishadi. Keyin hamma yo'nalishdagi kursdosh, hamma yo'nalishda o'qiydigan, turli xil yo'nalishda o'qiydigan shu talabalar bir-biri bilan yaqin chiqib qolishadi. Bu ham katta networking. Bu ham katta networking-da. Misol uchun birinchi kursni ham taniysiz, ikkinchi kursni ham taniysiz, 3-4 kursda o'qiydigan hamma bir-birini taniydi xullas. Va uyushqoq bo'lishadi, bir-biriga doim yordam berishadi. Jamoaviy bo'lib ishlashda, mana yaqinda o'tkazilgan Tasima olimpiadasida ham volontyorlar misol uchun zo'r ishlashdi-yu, bo'lmasa bir-birini tanimaydi hammasi. O'sha Tasimo sabab tanishishgan. Tasimo sabab bir-biri bilan tanishdi, yaqindan tanishdi, birgalikda, demak, jamoa bo'lib ishlashdi. Bu ham juda katta, mana misol uchun mana ta'lim tizimida eng ko'p e'tibor qaratiladigan nuqtalardan bittasi. Mana darsda biz nimaga o'sha prezentatsiya loyihalarni jamoaviy qilib beramiz. Jamoa bo'lib ishlash ham eng katta ko'nikmalardan bittasida. Ana universitetda bitirganingizdan keyin ham jamoada ishlash ko'nikmasini oshirishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim har qanday talaba yoki bitiruvchi uchun, ertaga umuman har qanday shaxs uchun o'ylaymanki, jamoada ishlash ko'nikmasi juda ham muhim skilllardan bittasi. Mana shu muhitni biz juda ham yaxshi yo'lga qo'yganmiz-da, klublar orqali, volontyorlik tizimi orqali. Shuning uchun ham talabalarimiz Nordik universitetiga kelgan talabalar tez ko'nikib ketishadi universitetga. Ayniqsa o'sha viloyatdan kelgan talabalar, yuqorida aytdingiz-ku, qanaqa qilib oldingi maqsadsiz kelgan talabalar boshqa deb. Mana shu klublarga kirib, klublar orqali ham qanaqadir motivatsiya olib, speaking klublarimiz bor bo'lmasa, o'sha yerga biz mehmonlar taklif qilamiz. Chet eldan kelgan o'qituvchilar kirib ozgina ma'ruzalar o'tishadi-yu. O'shalardan ham motivatsiya olib, ularda qanaqadir yangi g'oyalar, rejalar, strategiyalar uyg'onishi mumkin-da. Mana siz o'zingiz ham dars berasiz. O'sha hozirgi talabalardan, hozirgi o'sha Nordik universitetida o'qib turgan studentlardan o'zingizga qanaqa insightlar olasiz? Hozirgi talabalardanmi? Nima, mana sizni paytingizdagi studentlik bilan hozirgi studentlikda qanaqa farqi bor? Hozirgi studentlar nisbatan erkinroq. Endi bilmadim. Erkinroq va erkinroq. Bizni paytimizda mana bugun biz taklif qilayotgan imkoniyatlar yo'q edi. Buni hamma aytadi, xohlagan o'sha biz paytimizda o'qigan insonlardan so'rashingiz mumkin.
chet elga ketish bunchalik oson bo'lmagan. Misol uchun men o'zim yonganman, xullas shu Yevropada o'qiyman, shu chet elda o'qiyman degan o'y xayol bilan yonganman ertalabdan kechgacha. O'sha til o'rganish masalasida deysizmi, qanaqadir saytlardan grantlar qidirish masalasida deysizmi, birorta bir grant qolmagan o'zi. Men juda ko'pchilik apply ham qilib ko'rganman, lekin tajribasizligim uchun, kurator bo'lmagani uchun, yoningizda mentor bo'lmaganligi uchun. Shu nuqtai nazardan men endi o'zim harakat qilganman, lekin kimga borib nimadir murojaat qilishni ham bilmaganman-da. Misol uchun universitetda o'qiyapman o'zi, mana bakalavr yo'nalishida o'qiyapman, lekin fikr xayolim chet elga ketish, hech bo'lmasa magistraturaga. Lekin o'sha 2016-yil o'sha davlat stipendiyasini, Navoiy nomli davlat stipendiyasini qo'lga kiritgandan keyin u stipendiya kuyib ketmasligi uchun ham narxozda keyin 2 yil o'qidim. Lekin o'zi meni maqsadim shu bakalavr bitirib o'sha chet elga borish edi o'zi aslida. Mana shunday ko'rsatgich aytganingizdek, ham kurator bo'lib yo'l yo'riq ko'rsatib turadigan odam bo'lmaganda, mana bu yo'ldan borsang osonroq bo'ladi. Hop tilning IELTSing hop shunaqa ekan. Agar ham borib ham o'qimoqchi bo'lsang, mana bunday imkoniyatlar bor degan masalalar bo'lmaganda. Bugun bizda bu imkoniyatlar juda ham ko'p. Boraman degan talabalar soni, lekin aytganingizdek cheklangan sharoiti bor, yoki kimdadir qo'rquv bor, yoki kimdir ota-onasida qo'rquv bor, xavfsirash bor, yoki bor unaqa talabalar ham o'z imkoniyatidan foydalanishni xohlashmaydi. Demak, o'sha o'zingizda bo'lgan muammolarni, o'zingizda bo'lgan qiyinchiliklarni yo'qotish uchun hozirgi Nordic universitetida talabalarda o'sha akademik, noakademik hayotida qo'shimcha nima deydi, tashkiliy ishlarni ham amalga oshirib kelyapsiz. Xuddi shunaqa, to'g'ri aytibsiz. Chunki endi hamma universitetda dekanlarni o'sha asosiy vazifalaridan bittasi ham shu talabalarni nafaqat o'sha ularni bilim olish bilan bo'ladigan masalalarni hal etishga qaratilgan, balki ularni shu universitetda o'qishi tugagandan keyin ularni shu bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, universitetni bitirgandan keyin ishga joylashish masalalari bo'yicha ham Nordic universitetining imkoniyatlaridan yetarlicha foydalangan talaba shu universitetga kirgan paytdan boshlab shu 4 yil davomida diplomdan tashqari yana nimalarga ega bo'lib chiqadi? Xo'p, diplomdan tashqari nimalarga ega bo'lib chiqadi? Endi birinchi navbatda sifatli bilimga ega bo'lib chiqishadi. Keyin kitobxonlikka biz katta e'tibor qaratyapmiz. Ayniqsa, mana oxiriga mana shu 3 yilda demak bizda bitta odat bor. Agar talaba darsni o'zlashtirmasa, ya'ni darsga sababsiz kelmaydigan bo'lsa va o'sha darsni o'zlashtirmaydigan bo'lsa, u talabaga darsni o'zlashtirish uchun biz kitob beramiz. Atrobotka deymiz. Atrobotka qilish bitta kitob o'qish bilan u bizda baholanadi. Ya'ni siz darsga kelmadingiz, MB oldingiz. Mana shu MB atrobotka qilish uchun bitta kitob o'qishingiz kerak bo'ladi. 100 betgacha bo'lgan bitta kitob o'qishingiz kerak bo'ladi. Talabalar universitetni bitirib chiqayotgan paytda mana shu, endi bilmadim, hozir to'g'ri kitobxonlik rivojlanyapti, lekin tan olish kerak. 1 yilda bitta kitob tugatmaganlar ham bor-da baribir. Biz xudo xolasa nasib bo'lsa nima deydi, kamida 10 ta kitob hech bo'lmasa 4 yil davomida o'qib tugatishni harakatidamiz. Xo'p, birinchi va eng muhim masala bu kitobxonlik. Xo'p, yana qanaqa ko'nikmalar bo'ladi 4 yildan keyin? Xo'p, 4 yildan keyin misol uchun turli xil klublar bor dedik-ku bizda. Mana shu klublarning faoliyatdan kelib chiqib talabalar o'zlarining ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Mana volontyorlik deb jamoada ishlashni aytdik, to'g'rimi? Mana speaking klublar bor. Unda misol uchun keyin bizda TED Talklar bo'ladi. Misol uchun talabalar chiqib o'sha auditoriyaga o'zlarini nutqlarini yetkazib berishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni auditoriyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishlari mumkin. Undan tashqari mana kompyuter savodxonligi deymiz, to'g'rimi? Turli xil o'sha softverlar bilan ishlashni o'rganishadi. Hatto kiber xavfsizlik bizda klublari bor. Bu klublarga a'zo bo'lishlari mumkin talabalar. Bular ham qo'shimcha ko'nikmalar. Endi hamma imkoniyatdan foydalanadigan bo'lsa, endi ana shu chet elga chiqish masalalarini ham inobatga oladigan bo'lsa, men yuqorida bilan boya sanab o'tdim, qanaqa ko'nikmalarga ega bo'lish uchun chet elda o'qib kelgan talabalar va mana bu yerdagi klublardan, demak, universitetga kirib o'qib, yaxshi sifatli ta'lim olib, mana shu imkoniyatlardan foydalanib, demak, talaba work and travelga borib kelsin, undan keyin work and travelga qatnashgandan keyin student exchange'ga borsin. Birinchi yil boshqa davlat talabalarga umuman cheklov yo'q-da. Demoqchimanki, mana siz agar student exchange'ga qatnashib, bu yil Koreyaga ketgan bo'lsangiz, keyingi yil Italiyaga ketishingiz ham mumkin, muammo yo'q aslida. Ikkita shu davlatga borishsin bu bo'yicha. Pul ishlashsin o'sha work and traveldan keyin, klublarga borib o'zlarining ko'nikmalarini shakllantirilsin. Mana qarang, men o'zim juda ham xohlaganman gitara chalish o'rganish. Bakalavr o'qib yurgan paytimda bitta kurs gaplashganman, lekin uydagilarim qo'yishmagan o'sha paytda. Bormaganman.
xohlashmagan, shu musiqa yo'nalishidan ketib qoladi deb o'ylashgan bo'lsa kerak-da. Lekin bakalavr o'qigan paytim xullas gitara chalish bilan vokal aytishga o'sha klubda o'sha musiqachi akaga yozdirganman, ismlari esimda yo'q. Xullas e'lon bergan ekan, internetda ko'rib, gaplashib borib test qilib ko'rganda, keyin kelavering ertadan degan. Keyin lekin bormaganman, uydagilarim qo'yishmagan. Bizda shu klub ham bor-da, misol uchun tekinga siz gitara chalish o'rganmoqchimisiz, keling o'rganing, misol uchun pianino chalish o'rganmoqchisiz. Hammada bo'ladi-ku, misol uchun hamma qiziqsa kerak. Yoshlar ayniqsa juda ham qiziqadi, to'g'rimi? Ana gitara chalib, qo'shiq aytib yoki olov atrofida o'tirib olib, gitara chalishni yaxshi ko'radigan yoshlar ko'p-da o'zi. Qaysidir ma'noda anavi ham deb o'ylashadi-yu, mana zo'r avtoritet ham bo'ladi deb o'ylaydi-ku. Xuddi shu ma'noda bizning klublarimizda bor-da va talabalarimiz o'rganishyapti. Sunnat tilla degan misol uchun talabamiz bor musiqa yo'nalishida. Mana shu klub ochgan. Ko'p talabalarga vokaldan, gitara chalishdan, pianino chalishdan o'zi dars beryapti va yaxshi natijaga erishyapti shu talabalarimiz. Bu ham bitta qo'shimcha tekinga o'rganadigan imkoniyatlar. So'raysiz aka, bizda blitz savollar bor, bu yoqqa tez birinchi kelgan fikr bilan javob bersangiz. Xo'p, universitet tanlashda eng xavfli xayol bu nima? Abituriyentlarda. Eng xavfli xayol? Xayol. O'zini hayotini xavf ostiga qo'yib qo'yadigan qanaqa xayol bo'ladi abituriyentlarda? O'sha xayolni yo'qotish kerak. Universitet tanlashda eng katta xayol, yomon. Universitet tanlashda eng yomon xayol menimcha universitet bitirgandan keyin ish topa olamanmi degan xayol bo'lsa kerak. Xo'p, yaxshi talabani birinchi belgisi qanaqa bo'ladi? Tarbiyali bo'ladi. Yomon talabanikichi? Dangasa bo'ladi. Dekan sifatida eng ko'p eshitadigan savolingiz qaysi? Dekan sifatida eng ko'p eshitadigan savolim qoldirgan darslarim sababli qilib belgilab qo'ysak bo'ladimi degan. Men bilan o'chirsak bo'ladimi degan. Men bilan o'chirsak bo'ladimi? Men bilan o'chirsak bo'ladimi degan savol, to'g'ri. Xo'p, ota-onalardan keladigan eng ko'p savollar. Ota-onalardan keladigan eng ko'p savollar xo'p, ota-onalar tomonidan eng ko'p keladigan savollar universitet diplomi o'tadimi degan savol. Xo'p, ota-onalardan keladigan eng ko'p e'tirozlarchi? Ota-onalardan eshitadigan eng ko'p e'tirozimiz bu nimaga farzandim kursdan kursga qolib ketdi degan savol. Ya'ni shu bo'yicha e'tiroz bilan chiqishadi. Abituriyentlar eng ko'p nimadan qo'rqadi o'zi? Abituriyentlar eng ko'p shu imtihon savollarini yecha olmaslikdan qo'rqsa kerak. Talabani eng tez o'stiradigan narsa qaysi birinchi kursda? Talabani eng tez o'stiradigan narsa kitob o'qish. Talabani eng sindiradigan narsa-chi birinchi kursda? Eng sindiradigan narsa umidsizlik. Siz uchun kuchli universitet bu? Kuchli universitet sifatga qaratilgan universitet. Siz uchun eng yaxshi ustoz kim? Eng yaxshi ustoz bu hayot. Nordik universitetidagi eng katta imkoniyat qaysi? Nordik universitetidagi eng katta imkoniyat work and travel bo'lsa kerak. Birinchi kursda qilgan eng katta xatoyingiz qaysi bo'lgan? Birinchi kursda qilgan xatoyim o'zim o'qib yurgan paytimdami? Birinchi kursda qilgan xatoyim. Bilmadim, lekin qanaqa xato qilgan ekanman. Xo'p, keyingisi birinchi kurslar qiladigan eng ko'p xato qaysi? Nima deydi, darslarga befarq bo'lishi deb o'ylayman. Chunki ular hali universitet tartib nizom qoidalar bilan juda ham yaxshi tanishmagan bo'lishadi. 4-kursdagi eng katta afsuslanish nimada bo'lgan sizda? Nimaga afsuslangansiz? 4-kursdagi afsuslanish menda bo'lmagan. Chunki men o'sha universitetda aytdim, 2016-yilda, ya'ni 2-kurs bitirganimdan keyin stipendiyani qo'lga kiritganligim uchun o'sha 2 yil yana o'qish imkoniyati borligini bilganligim uchun ham aynan universitet tomonidan ta'lim sohasida afsuslanish bo'lmagan. Qanaqadir kursdoshlaringizda? Kursdoshlardami? Afsuslanish Anavni aytib keting, o'qimagan 4 yilni bekorga sarflab yuborgan kursdoshlaringiz bo'lgandir, hamma zo'r bo'lmagan. Hamma zo'r ketganlik. O'zi 13 ta kursdoshda biz 13 ta odam olar bitta gruppaga. 13 tasini ham o'zi hammasi chotki. Chunki o'qishga kirish o'zi eng qara aytayapman sizga. 203 ball bilan kontraktga tushganman. 196 ball bilan kontraktga tushganman. 203 ball bilan bitta kursdoshimiz kontraktga tushgan. O'zi 3 ta grant bergan. 209, 207, 204 bergan. Endi tasavvur qilaveringda, bu talabalar hayotda bemalol o'rin topib ketgan talabalar hammasi. Sizda yo'qmi? Afsuslangan talabalarni topish qiyin. Bunday savollar. Xo'p, deb aytib ketaveramiz, mayli. Talabalar nimadan afsuslanishadi desangiz bo'lardi, bo'lmasa kursdoshlaringiz deb aytmaydi, bo'lmasa. 4-kursda student nimadan afsuslanishi mumkin?
4-kursda student shu vaqtini 4 yilini bekor o'tkazgandan afsuslanishi mumkin, o'qimaganligi uchun. Diplomdan muhimroq narsa nima bu? Diplomdan muhimroq narsa bilim va ko'nikmalar, tajriba. Xo'p, abituriyent talaba bo'lganda yordam beradigan eng katta ko'nikmasi nima bu? Qanaqa ko'nikmaga ega bo'lib keladigan bo'lsa, abituriyent talaba bo'lganda qiynalmaydi. Yuqorida shunga o'xshash savol berdingiz, intizomli bo'ladigan bo'lsa talaba, mana shu intizom ko'nikmasiga ega bo'ladigan bo'lsa, keyin shu disiplina deymiz, hamma narsa asosi. Keyin hammasi xudo xolasa qolganlari 4 yil davomida o'qib o'zlashtirsa bo'ladigan narsalar. Davlat universitetiga kira olmadim deb siqilib turgan abituriyentga bitta maslahat. Endi davlat universitetiga kira olmagan abituriyentga maslahatimiz xususiy universitetga topshirishsa. Ya o savol ham shunday bo'ldi. Shunga olib keldingiz-mi? Trendni orqasidan skaletdan qasib qo'yaman. Qaysi davlat universitetiga deb so'rashib kerakdi. Kiramadingiz. Nordik talabasi bitta so'z bilan. Nordik talabasi bitta so'z bilan. Buni ham bermaydi. Eng zo'ri deymizmi? Eng zo'ri ham ikkita so'z bo'lib qolar ekanda. Bitta so'z bilan qiyin. Chunki nimada bu sifatda? Bitta so'z bilan bo'lsa salohiyatli. Bitirgandan keyin faqat. To'g'ri. Bitirsinchi ko'raylik javob. Bitirgandan keyin salohiyatli bo'lishi mumkin-da. Endi bitta so'z bilan qiyin-da o'zi aslida. Eng zo'ri degan bo'lardim. Ikkita so'z bo'lib qolar ekan. Hop, universitet tanlash arafasida, o'ziga yo'nalish tanlash arafasida turgan abituriyentlarga, ularning ota-onalariga, ularning o'qituvchilariga o'zingiz maslahatlaringizni, o'z tavsiyalaringizni mana shu kameraga qarab berib qo'ysangiz, anasi bo'lsa yakunlayveramiz. Kameraga qarabmi? Hop, o'zlari uchun yo'nalish va universitet tanlayotgan abituriyentlarga va ularning ota-onalariga maslahatim birinchi navbatda mana shu o'zlarini qiziqishlarini inobatga olishlarini tavsiya qilaman. Farzandlari nimaga qiziqishlarini ota-onalar albatta farzandlaridan so'rab ko'rishlari kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda mana shu universitetlarda taqdim etilayotgan imkoniyatlarni o'rganish kerak. Qaysi universitet qanday imkoniyat taqdim etyapti? Biz yuqorida sanab o'tdik, work and travel dedik, double degree dedik, student exchange programmalari dedik, qaysi davlatga grant asosida mana shu imkoniyatlarni o'rganish. Undan tashqari ham universitetlar juda ham ko'p imkoniyatlar beryapti. Hozir bugun xususiy universitetlar grantlar beriladi, xususan Nordik universiteti ham xuddi shunaqa talabada yuqori IELTS ko'rsatkichlari bo'ladigan bo'lsa, SATlar bo'ladigan bo'lsa, talabalarga chegirmalar taqdim etiladi. Mana shu imkoniyatlarni o'rgangan holatda va o'zlarini yuqorida aytganimdek qiziqishlarini o'rgangan holatda, qiziqishlaridan kelib chiqib universitetga topshiradigan bo'lsa, ertaga kasb tanlashda ham xudo xolasa adashmaydi, chunki talabalar o'qish bitirgandan keyin o'zlari sevgan kasb egalari bo'lishadi. Agar kimnidir maslahati bilan mana shu yo'nalishga kirish xohlashmasdan o'qiydigan bo'lsa, ertaga karyerada ham ancha qiyinchiliklarga duch kelishadi, chunki o'zlari xohlamagan ish qilishlariga to'g'ri kelganligi uchun. Demak, hozir yo'nalish tanlashda, universitet tanlashda bosh qotirmaydigan bo'lsa, ertaga kasb tanlashda, ish tanlashda anchagina qiyin bo'ladi. To'g'ri gapingiz, shu tabiiy, chunki 4 yildan keyin o'qish bitirgandan keyin oladigan diplomlari orqali boshqatdan javob beraylik. To'g'ri ta'kidladingiz, xuddi shunaqa. Demak, 4 yildan keyin talabalar afsuslanmasliklari uchun bugun to'g'ri yo'nalish va to'g'ri tanlov qilishlari kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa sekin yakunlasak bo'laveradi. Elshad aka, sizga ham katta rahmat bugungi samimiy suhbatimiz uchun. O'ylaymanki, shu universitet tanlash arafasida turgan abituriyentlarga, ota-onalarga shu xalqaro imkoniyatlardan foydalanish masalasi bo'yicha katta insaytlar bera oldik deb o'ylayman. Hop, agar siz bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like, podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Nasib bo'lsa, keyingi sonlarda ko'rishamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Aka. Bo'ldimi?